bir xil o'zi gapiryapti. Endi bizga tushib qolgan senator endi tayyorlanmagan ekan yoki u yo'nalishi boshqami, xullas unga berilgan boyagi qog'ozga chiqarib kelganda uni o'qib bermoqchi bo'lyapti-da. Endi kamera turibdi, so'zma-so'z o'qib beryapti. Uni man kamera orqasida oldimizga keldida, yoshi kattaroq odam, yoshi 60-70lardagi bir odam keldi. Bir ko'zi yo'q. Bir ko'zi urushga borgan ekanda, urushda o'sha keyinchalik aytishi bo'yicha yoshligingni eslay olasanmi dedim. Endi men o'zim ham yoshman, uylanmaganman. Yoshligingizni eslay olasizmi aka dedim. Misol uchun shu opangiz dedim, bir marta bo'lsa ham bola paytingiz ovqat qilib berganmi yo kiyimingizni yuvib berganini eslay olasizmi? qolgani yo'q. Endi u tovar olib keldim dedi, yo'q bo'ldi dedi, nima qilding deyapti-da. Yo'q bo'ldi, bankrot bo'ldim deyapti. O'rtasidagi suhbatni eshitsangiz, ikkalasini olib kelganmiz. Nima bo'ldi? Nimaga chiqarganda katta bannerga chiqarib uni mashinani kapotiga yopishtirgan. Tasavvur qiling, nima bilan? Putin bilan Mirziyoyev qo'l ushlashib turgan rasmini to'ladim-ku, zaps qilib olgan, zapslar bilan chiqdi boyagi taksist yozib olgan, video qilib. Keyin to'ladim-ku, yurasan deyapti-ku, to'xtab olyapti bir joyda. Yo'q, men yurmayman, hech qayerga bormayman. Tushasizda bitta mashina ketyapti, inomarka Mercedes, orqasidan tez yordam ketyapti. Tez yordam boryapti endi. Assalomu alaykum. Uzbek Area podkasti muxlislari, sizlar bilan yana biz Iskandar Sobirov, Jamshidbek Avazov. Xush kelibsizlar. Bugun ham mana yaxshi nima deydi, tesha tegmagan mavzulardan gapiramiz. Shunday. Qiziq bir mavzulardan. Rahmat, Xudoga shukr. Sog'ligingiz Ishlar bilan band bo'ldik. Rahmat, keldik. Sahnosida nima gap? Sahnosida tinchlik, havo issiq. Havo boshqa kunlarga qaraganda Sakramentodan ko'ra salqinroq. Lekin San Fransiskodan sal kecha yomg'ir yog'di. San Fransiskoda bulut bo'lib, yomg'ir bugun ham tez salqin edi. Bizda yo'q, bizda tinchlik. Yo'q, bizda yozda tugashi bo'lyapti shekilli. Shunaqa, San Fransisko endi bu tabiiy holat. Bizda yomg'ir yog'gani yo'q, yaxshi. Xullas kayfiyat a'lo, havolar zo'r, doimo yoz. Endi San Fransiskoda sizlarda doimo bahor. Bizda doimo yoz. San Xose bizda ayolim bilan gaplashib turgandim, bu yerda vodiydansiz dedi, O'zbekistonda vodiy deydiz, bu yoqdan ham vodiyni topib keldingiz mana deb. San Xoseni ko'rsangiz, tog'lar bilan o'ralganda, qarasa xuddi Farg'ona vodiysini esga tushiradi. Atrofi 20 minut yursangiz, bu yoqqa tog'larga, kuni qizim bilan bitta farm parkka bordik. Borsak, shaharda qarang 87 daraja issiq. Farangeytda 87 issiq edi. Bu degani bizda endi 27-28 graduslarda bo'ladi. 20 minut shahar markazidan tashqariga chiqdik-da, yerda 60 gradus edi. Bu qarang, anaqa 27 anaqa Farangeytda pastroq bo'lgan. Sovqat odamlar kurtkada o'tiribdi. Shunday. Biz bu yoqda 20 minut shahar markazida anaqada issiqda bitta futbolkada yuribmiz, u yoqda kurtkada shunaqa joylari bor ekan San Xoseda. Bir borsangiz abotaman, xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Shu hozir Farangeytni eslaganimga, Farangeyt bilan Selsiusga o'tishda oson yo'lni bilasizmi? Mana Farangeyt haqida hech qiziq ko'rmagan ekanman. Shuni men ham qiziqmagan edim. Shu universitetda o'qituvchi davomli o'rgatdi, professor. Eng oson yo'li o'zi hisob-kitobda Farangeytdan o'sha gradusdan, misol uchun 80 gradus deylik. Shu 80 Farangeyt bo'yicha 80 ni Selsiusga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Selsiusga 32 ni ayirib 5/9 ga ko'paytirishingiz kerak. 5/9 ga, bu degani 32 ni ayirasizda, keyin 5 ga ko'paytirib 9 ga bo'lish kerak yoki 5/9 ni 5 taqriban 5/10, ya'ni 2 dan 1 ga juda yaqin sonda 5/9 degani. 0.5 ga yaqin. Shuning uchun osoni 5/9 deb hisoblamanglarda, yarim deb hisoblasanglar, 32 ni ayirib 2 ga bo'lasiz yoki yarimga ko'paytirasiz. Yarimga ko'paytirish degani 2 ga bo'lish bilan bir xil. Shunday. Ya'ni 80 bo'lsa Farangeyt bo'yicha 32 ni ayirsangiz 48 bo'ladi. 48 ni 2 ga bo'lsangiz 24, taxminan shu 23,5 bilan 24,5 orasi bo'ladi. Lekin 23-24 gradusda juda yaqin, aniq Selsiusga yaqin son chiqadi. Xullas 32 ni ayirib 2 ga bo'lasiz Farangeytda. Selsius juda zo'r usul ekan. Endi bu endi ko'proq Amerikada yashab turganlarga yaxshi, chunki butun dunyo Selsius ishlatadi-da, Amerika Farangeyt ishlatadi. Dyum inchlarda ham shunday. Dyumda fitda hisoblaydi, nimani poundda hisoblaydi. Keyin poundni birligini
LB bilasizmi? LB deb qo'ygan. LB deb qo'ygan. Lekin Qayerdan olgandi pound bunaqa qiladi? poundda sal boshqacharoq. O'zi nimada funt bo'lishi kerak tarjimasi. Lekin u yoqda poundda ketadi. Keyin og'irlik bilan fit bor. Nima uzunlik o'lchovi bor. Bu ham fit hisoblanadi. Santimetr, metrda emasda. Shunday. Dyumda. Og'irlikda ham xuddi shunday. Boshqacha o'lchov birliklaridan foydalanadi. O'ziga xos. Nimada ham masofada ham maylda, kilometr o'rniga, maylda. Shunaqa ounces kichkina nimalarda shunday. ounces boyagi oz deb belgilanadi. Ounces deydi. Necha ounce bo'ladi? LB'si pound, inch, yana qaysi ular bu feet. Ular shunaqa ajoyib Ya unaqalari ko'p. Qiziq voqea shu paytgacha bilmagan edim. Kanadaga borganimizda keyin e'tibor berdim. Yo'lda haydayapman, mashina haydab ketyapti desam, kilometr sayinlar chiqyapti-da. Belgilar kilometrda, ham yo'q metrda, litr, suvlar litrda qo'yilgan. Kanada boshqa anaqani ishlatar ekan. O'zi Kanadaga borganmiding? Kanadaga aylanganib borgandaydi. U yoqda xuddi bizga o'xshab kilometrlar, litrlar ishlatar ekan. Amerikadaqa pound, anaqa mile degan narsa yo'q ekan. Men bilmas ekanman. Borsiz bilasiz. Ya, o'sha o'zi hamma o'ylaydi, Amerika qit'asi hamma bir xil ishlatadi deb o'yladim. Menimcha South Amerikada ham, ya'ni Janubiy Amerika davlatlari ham kilometrda ishlasa kerak deb o'ylayman. Deymanimcha. Xullas, shunaqa qiziq voqealar, qiziq faktlar, qiziq narsalar. Endi o'sha qiziq qarli narsalar haqida gapirganimizda, birinchi o'sha mana hozir bu yoqda 10 yildan beri yashagan bo'lsam, O'zbekistonda mana bir-birimizni mana shu 2010-yildan beri taniymiz-da. O'sha vaqtda orasida bo'lgan bir qiziq voqealardan gaplashib kelaylik-da. Nimada ya'ni nimadir o'rganganimiz, qanaqadir qiziq voqea bo'ldi-yu, nimadir o'shanda natijasida o'rgandik. Ya'ni o'qish davrida 2010-16-yillarda qanday voqealar bo'ldi, nima o'rgandingiz? Siz boshlang qani? Juda qiziq voqealar, ko'p o'rgangan narsalarim ko'p bo'lgan. Hozir ba'zi birlari juda ham qiziq bo'lishi mumkin, ba'zi birlari oddiy. Birinchi kursligimizni bitirganimizda amaliyotga Oliy Majlisga tushganman-da. Oliy Majlisda o'sha ularda siz qaysi qonunchilik palatasi? Qonunchilik palatasi. Siz qonunchilik palatasiga. Senatga Mustaqillik maydoniga borishgan. Senat Mustaqillik maydonidan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi nimada? Milliy bog'da. Milliy bog'da. Siz Milliy bog'dagi Milliy bog'da borgansiz. Ishga borganmiz. Endi bizning nazarimizda deputatlar endi katta anaqa ular katta odamlar, boshqacha hayot tarzi bo'lsa kerak deb o'ylardik. Endi yosh studentimiz, birinchi kurs, bordim, o'tiribmiz, gaplashyapmiz, deputatlar yaxshi xushmuomala, yaxshi odamlar edi. Unaqalariga kirib o'tirdik. Keyin bir qarasak, endi u menga qiziq tuyulgan narsasi o'sha vaqtda deputatlarga davlat tomonidan tuxum tarqatilar ekanda. Ishxonadan xuddi tuxum bergan, deputatlar ikkitadan kletkadan tuxumlarni uyga olib ketishyapti. Odamlarga o'xshab. Bizga o'xshagan student uchun u haligi endi nima qiziq tuyulganda, biz deputatlarni u rosa katta pul topadi, katta mansabdor egalari deb o'ylaymiz. Lekin aslida yerda o'sha oddiy kafeteriyaga chiqib o'zini podvalida, oshxonasida oddiy ovqatlar yeb, oddiy, hamma narsa oddiy, juda oddiy. Shunga anaqa hayratlanganman. Menda ham bo'lgan. Men praktikaga eslatayordingiz, senatga tushganman birinchi kursda, keyin magistraturada anaqaga tushganman. O'sha zaniyaga amaldagi qonun hujjatlari ijrosi ustidan monitoring nazorat instituti bor edi. IMDZ ruschasi, Institut monitoringa действующего законодательства. Keyin almashdi, hozir nomi boshqacha bo'lib o'zgardi. Keyin senatda endi ko'proq qiziq bo'lgan. Senatda yurganmiz, senatorlarga biriktirib qo'ygan. Keyin o'sha vaqtda senatorlar bilan nima bo'lardi? Qonunchilik nimasi, misol uchun qonun loyihasi keladi, ular kirib ketadi, boyaga muhokama qilishadi. O'sha muhokamadan chiqqandan keyin nima kelgan? Ommaviy axborot vositalarida, gazeta, jurnallarda ular intervyu beradi. Endi bizga qiziq intervyu, endi o'sha yerda turibmiz, endi ular nimaga qonunchilik muhokamasiga kirmaganmiz-u, zaliga kirib chiqib yurganmiz, lekin majlis vaqtida kirmaganmiz-da. Keyin chiqishgandan keyin o'sha ommaviy axborot vositalaridan qaysidir jurnal edimi endi yo televideniyami nima olyapti, intervyu olyapti. Keyin ular intervyu olguncha ularda nima bor ekan senatorlarda?
tezis qilib yozib olishganda Ha, endi o'zi. manga shunaqa bitta senator tushib qoldi. Endi yoniga turinglar, qarab nima qilasiz kerak bo'lsa yordam berasizlar dedi. Keyin boshqa senatorlarda hammasi bir xil o'zi gapiryapti. Endi o'ziga tushib qolgan senator endi tayyorlanmagan ekan yoki u yo'nalishi boshqami, xullas unga berilgan boyagi qog'ozga chiqarib kelganda uni o'qib bermoqchi bo'lyapti-da. Endi kamera turibdi, so'zma-so'z o'qib beryapti. Uni man kamera orqasida menga berib qo'yishdi. Ishlattiraman qog'ozni. Endi keyin qog'ozni almashtirishim kerak. Boyagi bitta kamera nimani gapirib bo'lgandan keyin birinchi les tugadi. Endi men shunday qilishim kerakki, boyagi ovozi ham chiqmasligi kerak, ko'rinmasligi ham kerak. Men shunday yerga tashlab yubordim boyagi qog'oz shunday turibdi, orqasida ikkinchisi turibdi. Oldimda boyagi qog'ozni shunchaki qo'yib yubordim-da, tashlab yubordim. Boyagi birinchi les tushib ketdi, ikkinchisi turibdi, senator ikkinchisidan o'qib ketyapti. Yana nima aytadi, siz deydi, talant bor ekan, nima bo'yicha, suvlarlik bo'yicha juda yaxshi anaqa chiqdi ekansizlar. Zo'r taktika qildingiz, unga ham ko'rinmadi, senator ham chalg'imadi. Dedi, xullas davomidan o'qib ketdi. Xullas mana shunaqa qiziq voqealar bo'lgan. Qiziq, ha. Shunaqa endi studentlikda shunaqa narsalar har xil odamlar bilan ko'rishasiz. Keyin orada juda ko'p voqealar bo'lgan, lekin hozir endi eng katta o'sha qiziqarli voqealardan bittasi Timurni taniysiz. Timur do'stim bilan o'sha 3-kurs bitirayotganimizda jinoyat huquqidan o'sha jinoyat kodeksini yodlab topshirishimiz kerak edi Elbekaga. Elbek Esanov. Timur Esanov. Elbek jinoyat huquqidan domlamiz edi. Endi yodlab topshirishimiz kerak. Kodeksni hammasini yodlagan bo'lishimiz kerak qonunni. Endi Esanov bilan birga biz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ertaga Amir Temur xiyobonida chiqib o'qiymiz. Erta bilan qanaqadir vaqtda bordik. Xiyobonda o'tirib, yonma-yon o'tiribmiz, gaplashmayapmiz, o'qiyapmiz, kitobimizni o'qib o'tiribmiz. Endi rosa hayajondamiz, qo'rquvdamiz. Chunki jinoyat huquqi yiqilsangiz qanaqa nima bo'ladi. Keyin o'tirsak bir vaqt odam oldimizga keldi-da, yoshi kattaroq odam, yoshi 60-70 lardagi bir odam keldi. Bir ko'zi yo'q. Bir ko'zi urushga borgan ekanda, urushda o'sha keyinchalik aytishi bo'yicha ko'ziga o'q tekkan bir ko'zsiz odam bitta ko'zi turibdi. Kelib bizga gapirdi. Yaxshimisizlar bolalar, u yoq bu gaplashdi-da. Biz endi o'qishimiz kerak, endi haligi tayyorlanishimiz kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz otaxon, u yoq bu yoq dedikda. Ko'p anaqa qisqa qilishga harakat qilyapmiz o'zimiz endi. Imtihonimiz borligi uchun. Keyin qayerdansizlar bolalar dedi. Timur aytdi, Qashqadaryodanman. Men aytdim, Farg'onadanman. Farg'onani qayerdansan dedi. Arishtondanman. Arishtonni qayerdansan deyapti-da. O'zi ketyapti. Avazboydanman desam, men To'dadanman dedi. Ya'ni bizni mahallamiz, ya'ni bizni qishlog'imiz yonma-yon. Kimlarni farzandisan dedi. O'shanda keyin o'sha otamni Sobir Navoiy deyishgan, Sobir bobo. Desam, taniyman dedi. Otangni taniyman. Shunaqa urush vaqtlarida shunaqa non qilib odamlarga tarqatgan deb gapirib qoldi. Keyin Timur narqi surildi. Timur o'qiyapti. Endi biz otaxon bilan gapimiz qizib ketdi. Nima qilib yuribsiz bu yoqda desam, shunaqa farzandi o'sha vaqtda Jizzaxda qaysidir harbiy okrugda ishlar ekan, kasal bo'lgan. Davolanishga bu yoqqa Toshkentga jo'natilganda, u ota ko'rgani kelib bolani oldida turishda joy yo'q ekan, Toshkentda kvartirada turgan bo'lgan, qo'shimcha qanchadir summa to'lab. Lekin puli tugaganligi uchun aytayapti, pulim tugadi kecha. Pullik to'lab olib turgan edim, keyin uy egasi uydan haydab chiqardi meni. Hozir ko'chada qoldim, kechasi uxlaganim yo'q deyapti. Qornim och deydi. Kechasi uxlaganim yo'q. Shunda yurib turibman dedi. Farzandimni tashlab qaytib ketgim kelmayapti dedi. Keyin haligi otaxonga o'yladim, rahmim keldi, aytdim, bu qanday yordam bersam bo'ladi deb o'ylab turibman-da. Yuring dedim. Mana bu yerda qorningiz och bo'lsa dedi, uголок bor edi, bizda tabaka pishiradi. Chekka xohlasangiz kirib ovqat olib beraman, ovqatlanib biron nima qilamiz. Dedim, keyin Timur aytdi, imtihon bor dedi. Imtihon birga bo'lar dedim. Endi imtihon haqida xavotirdaman, lekin otaxonni yaqin chiqishib qoldik, bir joydan ekanmiz, tashlab ketgim kelmadi-da. Otaxon bilan uголокka kirdik, ovqatlandik, keyin aytdim, yuring, uyingiz bo'lmasa dedim, bizni kvartira o'sha vaqtda Oqtepada turardim, Qo'yliqda yo'lida. Oqtepa mostdan o'tgan joyda o'sha Sanim akalarning mahallasi bo'lardi, Oquy deganmi, shunaqa. O'sha joyda turardik. Keyin o'sha yerda marshrutka olib, otaxonni olib bordim uyga. Oldimizda novvoyxona bor edi. Siqinalarni olib kelib, otaxon bilan o'tirib, choy ichib,
otaxonni joylashtirib, o'sha yerda yotavering, biz bilan qolasiz dedimda, imtixonim bor deb imtihonga keldim. Endi imtihonga keldim, boshlangan imtihon. Umuman tayyorgarlik ko'rganim yo'q. Eng qizig'i joyi mana shu. Tayyorgarlik ko'rmaganman-da, nima bo'ladi deb umuman xayolimga kelmayapti. Domlaning oldiga bordim, o'tiribman. Savollar so'rayapti, bilyapman, lekin hamma haligi moddalar so'rardi-yu, hammasini bilmayapman-da. Jinoyat huquqi ayniqsa. Umumiy kodeks yodlanadi. Hozir bilmayman qanday aytganingizdek. O'sha vaqtda 96 ta umumiy qismni yoddan bilish majburiy edi. Shunday, o'sha bizda ikkinchi huquqda ayniqsa shunaqa edi. Qaysi moddani anaqasi, qaysi modda tavsif bo'yicha necha yil qanaqa hammasini so'rayapti-da. Mashq qilsin. Aytganimcha aytdim, ba'zi bir joylar bilyapman, aytolmayapman-da. Endi tayyorgarlik ko'rmaganman yetarlicha. Keyin qaradi-da, Iskandar dedi, harakat qildingiz, sizga to'g'ri dedi. Chiqavering mayli dedi. O'q dedim. Endi 3 olaman, 3 ham ololmasam kerak deb turdim, o'sha yerda to'g'riga tortdi dedi. Keyin chiqdik, chiqqanimizdan keyin Timur adashmasam yo 3 olgan, yo zo'rg'a 4 olganda, 3 olgan adashmasam, keyin chunki unga boshqacha bo'lib tuyulganda aytdim, nima bo'ldi dedi. Ha, to'g'ri olib chiqdim desam, sizni o'sha otaxon duo qilgan, o'sha duosi bilan o'tib ketdingiz dedi-da. O'sha voqea haligacha bir esimda turadi. O'sha kuni shunaqa voqea bo'ldi. Qiziq voqea, u odamni keyin eng qizig'i o'sha Arishtonga borganimda to'daga borib qidirdim o'sha odamni. Kim, qanaqa bunaqa odam yo'q ekan. Yo'q, Aytdim-da, to'dada qarindoshlarimiz ham bor, shunaqa bir ko'zi yo'q, otaxon farzandi anaqada Jizzaxda ishlaydi, o'zi urushga borgan deb so'rayapman, hech kim unaqa otaxonni bilmaydi-da. Bu yog'iga nima deysiz? Bilmadim. Endi nima deb o'ylashni bilmayman, lekin xullas u otaxon biz bilan bir kun turgan, ertasiga ketgan. Biz bilan bir kun o'sha kvartiramizda studentlar bilan bir kun qolib, ertasiga ketgan edi. Shunaqa bir hozirgacha eslasam, etim jimirlaydi. Kim bo'lgan u otaxon, qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, lekin shunaqa voqea bo'lgan edi. Qiziq. Endi nima boshqa voqealar ham ko'p. Ish bilan bo'lganda sizda yo'q bo'lsa, menda juda voqealar ko'p. Qanaqalarim ish bilan bog'liq ko'p bo'lgan, aytib beringchi-chi. Ish bilan bog'liq keyinga o'tib ketaverasiz, keyin siz prokuraturaga o'taverasiz. O'sha magistraturada ishlab o'qib turgan vaqtimda endi maqsadim advokaturaga kirib, odamlarga yordam berish, advokat sifatida odamlarga yordam beraman deb, endi o'zim prokuraturaga kirmayman degan edim. Ichki ishlarga ham qiziqishim yo'q edi. Amaliyotdan keyin yo sudga yoki advokaturaga deb turganimda. Keyin Nozim o'rtog'imiz bor, yo'ldosh. Aytdi, bitta advokat opa bor, shunga yordamchi kerak ekan, nima deysiz dedi. Zo'r bo'lardi dedim. Keyin gaplashib berdi. O'sha Qo'yliqda o'sha advokaturasi bor ekan opani. Ismlarini aytmay qo'yamiz. Keyin aytdi, yordamchi qilib oldilar opa. Keling ofisni ochdik birgalikda. Mana bunaqalar chiqaring, rezitkalar chiqaring, hammasini Iskandar yordamchi, advokat yordamchi, hamma narsa bo'ldi-da. Ish kunim boshlandi. Opa har doim endi suddan sudga yurar ekanlar, ofisda o'tirmas ekanlar. Meni vazifam kelgan odamlarni olib turib, ularni arizalarini olib qolib, kerak bo'lsa summasini olib qolib, kerak konsultatsiya berib, summasini olib qolishim kerak. Odamlar kelyapti, shunaqa yordamga muhtoj, shunaqa bir qiynalgan. Haligi odamlar kelardi, gaplashardimda, maslahat tekinga berib, pul olmasdan qaytarib oldim. 3 kun shunaqa bo'ldi. Endi haligilardan pul ola olmayman-da. Bittasini voqealarni aytib bersam, bitta doktor Andijonda o'qigan ekan AdMIda, hozir Toshkentda, o'sha paytda Toshkentda ishlar ekan. O'zini kenja singlisi, o'z ota-onasiga qarar ekanda, uyda turar ekan. Keyin kenja singlisi, u hech kim uyda yo'qligida o'sha u doktorning otasi olamdan o'tib turgan vaqtida notariusdan dokument qilib, uyni o'ziga nomiga o'tkazib olgan. Keyin o'sha otasi olamdan o'tgandan keyin bularni chiqarib yuborgan uydan. U yoshi kattaroq, bir 50-60 lardagi odam kelib yig'lamsirab gapiryapti. Doktorman deydi, shunaqa vaziyat bo'lgan. Singlimga kimdir o'rgatganda, hozir uyim uni nomiga o'tib qolgan. Men farzandlarim bilan ko'chada qolib ketdim. Nima qilsam bo'ladi? Qarang muammoni, nima deysiz? Keyin o'sha qayerga borish, qayerga murojaat qilish haqida ma'lumotlar berdim. Yana bittasi Angrendan kelgan, ularning uy bo'yicha muammosi ekan. Xullas, odamlar muammosi shunaqangi darajada yuragimga og'ir botdiki, haligilardan pul so'rashga anaqa qila olmadim. Chunki pul so'raydigan darajada konsultatsiya ham bermadik. Endi yo'nalish berdim.
odamlarni. Keyin nima bo'lgan? Orada shunaqa 3 kun davom etdi. Keyin opa telefon qildilar bir kun kelib, "Iskandar" dedi, "ishim yaxshi emas, ofisimni yopyapman, kelmay qo'yavering" dedilar. Shuni yaxshi. Ofis endi opani bankrot qildimi deb o'yladim, bilmadim. Xullas, o'ylamadim, ko'p uzoq o'ylamadim. Ha, mayli ishlaringiz yaxshi bo'lib ketsin dedim. Men bormay qo'ydim. Anchadan keyin o'sha tomonga yo'lim tushib qoldida, bir o'tsam, avtobusda o'tib ketyapman. Xuddi o'sha joy men chiqargan anaqalarini tashqarisiga, ofis tashqarisiga yozuvlar qo'yib, rasmlar qo'ygandekda, meni nomimni o'zgartirib, boshqa odamni nomini qo'yib qo'ygan. Keyin o'yladim, dedim, "Aytdim, bu opa o'ylagan, bu Iskandar bu odamlarniga maslahat berib pulini olyapti-yu, menga bermayapti deb o'ylagan ekan" deb keyin chaqdi. Endi o'sha vaqtda men xayolimga kelmagan edi. Lekin shu odamlardan birisini pul olmagan edim. Yana eshitib turib qolsa birortasi. Endi Nozimga ham indamadim keyin. Endi Nozim o'rtada turib unaqa qilgandi-da. Lekin men o'zimni 100% oqlashim mumkin. Hech qachon haligi odamlarga maslahat berganim uchun pul olmaganman. Pul olmaganligim uchun haydaldim opa meni pul olib, o'zi olib qoldi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Bu ham bitta endi nima deydi, ishdagi shunaqa hayot. Uy-joy nizosi deganingizga men prokuraturada ishlayman. 2016-yil, 2017-yilmi Qarshiman yordamchiman, prokuror yordamchisi. Endi men borganimdan beri o'sha ariza yozadi bir ayol kishi. U men ishga borishimdan oldin, o'zi 2016-yil ish boshlaganman-da, shu Qarshi prokuraturasida. Ishga borishimdan oldin ham 2016-yildan oldin ham 3-4 yildan beri yozib yuratganda, yozib kelar ekan bir ayol kishi, yoshi katta opa. Uy-joy nizosi xuddi siz aytganingizdek-da. Endi uni qiziq joyi bor. Uy-joy nizosi uni ukasi uyni o'zini nomiga o'tkazib olgan notariusdan-da, opasini chiqazib yuborgan. Endi qanday chiqazib yuborgan? Opasi o'zi turmushga chiqib ketgan bo'lgan. Keyin turmush o'rtog'i o'lib qolgan. Uni keyin boyagi turmush o'rtog'i o'lgandan keyin turmush o'rtog'ining aka-uka, opa-singillari chiq bu yerdan, bu akamning uyi, bizning uyimiz bu deb, boyagi uy kimnidir boshqa odam nomiga bo'lgan. Xullas bularning farzandlari bilan birga uydan quvib chiqazib yuborgan. Turmush o'rtog'i o'lib qolgan. Keyin bu ota uyiga qaytib kelyapti. O'sha ota uyi, otasi bilan onasi tirik hayotda. Otasi bilan onasi aytayapti, "Bo'ldi, mana shu uyimiz saniki" deyapti qiziga. O'g'li, "Endi men kenjaman, men o'g'ilman, uy menga qolishi kerak, uy meniki" deyapti-da, notariusdan o'tkazib olganda. Keyin bularni chiqazib yuborib, uydan haydayapti-da. Keyin endi bu yig'lab yozib yuribdi 2-3 yildan beri. Endi bu o'zi bunday olib qarasangiz, fuqarolik munosabati, fuqarolik nizosi. Bu faqat sud hal qila oladi. Fuqarolik sudiga borib murojaat qilsa, keyin ota-onasi hammasini eshitib, keyin sud yo uniki yo buniki deb, bo'lmasam sotib, bundan teng bo'l deydi. Qanday taqsimlasa ham sud hal qiladigan narsada. Yoki bu aytayaptiki, "Yo'q, bu yerda firibgarlik bor, mana notarius orqali aldab o'tkazib olgan o'zini nomiga, ota-onam meniki deb aytyapti, og'zaki mana hozir ham aytib turibdi, lekin ukam o'tkazib olgan, ukam jinoyatchi, firibgar, unga chora ko'ringlar" deb yozyapti arizani. Juda ko'p qayta yozgan. Endi bu firibgarlik 168-modda Jinoyat kodeksi, u nimaga taalluqli? Ichki ishlar tergoviga taalluqli. Bizga keladi prokuratura yo olib ichki ishlarga jo'natib yuboradi arizani, yoki oladida bir varaq javob xati bilan bu fuqarolik nizosi, fuqarolik tartibida sudga murojaat qiling deb bitta javob xatini yozib qaytarib jo'natib yuboradi. Opa oladi, o'qiydi, keyin yana yozaveradi prokuraturaga. Portalga chiqadi, yo prokuraturaning ishonch telefoniga chiqadi, qayta kelaveradi. Xullas yozaverganda, keyin menga borgandan keyin men borganman, keyin men ham 1-2 marta olganman, jo'natib yuborganman, o'qiganman fuqarolik nizosi. Endi unaqa holatlar juda ko'p-da. Yana qayta yozaveryapti, keyin to'xtadim. Shu masalani hal qilaman dedim. Shuni dedim, nima bo'lsa ham dedim, chaqiraman-da, hamma ishimni yig'ishtirdim-da. Keyin shunga kirishdim. Hamma ishimni yig'ishtirdim. Chaqirgan odamlarning delalarim bor edi, keyin to'xtadim-da, chetga surib turib, ertalabdan chaqirdim opani. Siz to'xtang. Siz o'sha paytda lavozimingiz qanday siz? Prokuror yordamchisi. Prokuror yordamchisi o'tiribsiz. Hali leytenantman. Endi o'sha prokuror yordamchisi. Prokuror yordamchisi. Keyin chaqirdim, keldi. Opa o'tirib gaplashdim. Keyin nima bo'lganini men batafsil aytib berdi. Shu holatlar haydab yuborgan, bolalarim bor. Bolalarim yosh edi, uyim yo'q, erim hayot bo'lsa qilib beraydi, bunday.
ukam o'zi Rossiyaga ketyapti. Hozir mana Rossiyaga ketyapti, pasporti bor. Rossiyaga ketadi. Har doim ishlab keladi, puli bor, bolalari bor. Birga yoniga o'zi qator yoshi katta. Opa ham 60 ga kirgan, 50 dan oshgan ayolda. Ukasi ham 40 bilan 50 yoshda orasi. Uni 18-20 yoshli farzandlari, o'g'illari bor. Buni opani qizlari bor edi menimcha. O'g'li yo'q edi shekilli. Ular bitta nogiron bolasi ham. Ular aytayaptiki, ukamni bolalari ham qarashadi, birga ishlaydi. Ular bemalol uy qilsa bo'ladi. Rossiyaga ham ishlab keladi. Sharoit bor, lekin shu uyga yopishib olgan, uyni bermayapti. Mana hozir ertadan keyinmi, bir haftadan keyin Rossiyaga ketadi deyapti. Ukasini chaqirdi. Uni ham eshitdim. Nima bo'lganini. Ukasi ham, bu uy meniki, men o'g'ilman, opam turmushga chiqib ketgan, uniki emas, notariusga hamma borgan. Onam qo'l qo'yib bergan, o'zlari qo'l qo'ygan, hamma menga rasmiylashtirib bergan. Deyapti, keyin nimani chaqirdim? Ota-onasini chaqirdim. Kirishdimda shunga, qarindoshlarini chaqirdim, hamma aka singillarni chaqirdim, ota-onasini chaqirdim. Yoshi katta 80. Bu endi bir kunda bo'lyaptimi yoki hammasi? Men bir kunda chaqirdim, shu bugun hal qilaman deb. Abit bo'lgan, keyin kech bo'lyapti, keyin ota-onasini ham chaqirdim. Yoshi 80-90 ga kirgan otaxon keldi. Endi yig'i-sig'i odam ko'p, vaqt chaqir, bir-biri bilan nima qilyapti? Prokuror so'raydi, nima qilyapsan? Kim bu odamlar deydi. Keyin mana shu yerda ariza bo'yicha ishlayman, shunaqa bo'lgan deb xabar beraman. Bo'pti-da, ishingni qilaver deydi. Keyin hammasi chaqir, o'zi nima uchun qilyapsan? Bu firibgarlik bo'lsa, ichki ishlarga jo'nat. Fuqarolik nizosi bo'lsa, bu yoqqa jo'nat. Yo'q, bu mana shuncha yildan beri yozib kelyapti, to'xtamaydi. Patalon jo'natganmiz necha marta, lekin hal qilish kerak-da. Keyin o'sha uchun o'zim shug'ullanmoqchiman. Bo'pti, mana shu. Endi mumkin-da, prokurordan. Sizda huquq bor foydalanishga. Mana vakalat prokurorlarda nimani materialni ham chaqirgan, ichki ishlar material qilgan, ular jinoyat qo'zg'atish rad qilgan. Ular ham olganda firibgarlik yo'q, bu yoqda o'zi bor, o'rgangan, borgan, tushuntirish xato olgan narsa qilgan, jinoyat ishi tarkibi yo'q deb jinoyat qo'zg'atish rad qilish to'g'risida qaror qabul qilib, oxirida tushuntirish bergan fuqaroga. Bu fuqarolik nizosi faqat sud hal qiladi, fuqarolik tartibida sudga murojaat qiling deb jo'natib yuborgan. Keyin xullas chaqirdim, ota-onasini chaqirdim. Ota-onasi ham endi keyin yoshi katta, qari odam, 90 ga, 80-90 ga kirgan odamlar. Endi eshitmaydi, anavi keyin baqirib tushuntirib gapirib, shunaqa nima bo'lgan desam, qizimga berganmiz deydi. Keyin boyagi erkakka, mana san dedim, yoshligingni his olasanmi dedim. Endi men o'zim ham yoshman, uylanmaganman. Yoshligingizni his olasizmi aka dedim. Misol uchun shu opangiz dedim, bir marta bo'lsa ham bola paytingiz ovqat qilib berganmi yo kiyimingizni yuvib berganingizni his olasizmi? Ha, eslayman. O'sha sizni opangiz shu hali ham, shu yoshligingizda birga tug'ilib katta bo'lgan opangiz shu. Masalan, shu uyni berib, shunga, misol uchun Rossiyaga ketasiz, boshqa ketasiz, boshqa uy qilasizmi? Shu yolg'on bo'lsa ham, opangiz sizni aldayotgan, xudo urgan yolg'onchi bo'lib, shu sizga tuhmat qilib, uy haqiqatan sizniki bo'lib turib, opangizga bersangiz shu uyda, ketsangizda yolg'onchi bo'lsa ham opangiz begonaga qolmaydi-ku, o'zida tug'ishgan opangizga qoladi shu uy. Keyin hozir gapirdim, keyin biroqdan ota-onasi ham gapirdi, narsa qildi, keyin boyagi ukasi ham oxiri yig'ladi. Keyin pasportini oldimda Rossiyaga ketaman deyapti. Bilet olgan, hamma narsa 2 kundan keyin Rossiyaga ketadigan. Opasiga berdim. Mana pasport sizda dedim, xohlasangiz dedim, bermang dedim. Xohlasangiz bering, o'zi unaqa qilish mumkin emas-da. Endi men ular oldida shunday deyapman. Keyin Rossiyaga ketmaydi dedim. Uyda masalani hal qiladi dedim. Mana shuni ikki tomon ham rozi bo'lib, nimadir kelishuvga kelishasizlar. Keyin dedim, ana keyin ketaverasiz Rossiyaga. Keyin boyagi opasi oldida pasport, keyin ketmayman, bermayman, ketmaysan deb turib oldi. Keyin u ham keyin oxiri yig'ladi, anaqa qildida, to'g'ri aytasiz dedi. Keyin men dedi, beraman dedi. Bu dedi, opa dedi, uy sizniki dedi, o'ring notariusga dedi, siz nomingizga o'tkazib ham beraman dedi, ketib ishlab dedi. Nima qilsam shu qilaman dedi. Keyin bo'ldi dedim, mana dedim, uyni qilib beradi, mana anonsi, lavzi ota-onasi ham mana oldiga aytdi. Deganimdan keyin opasi to'xtang dedi, pasportini berdi qaytarib, ketaver Rossiyaga. Uyda dedi, sen o'zingga qolaversin dedi. Men dedi, shu paytgacha hech kim eshitmagan, tinglagani yo'q edi meni bir marta ham. Mana bugun meni tinglab anaqa qilyapti. Eshitmaganda, shunchaki odamlar hech kim eshitmagan, tushunyapsizmi? Muammosini eshitmagan. Mana ba'zi odamlar shu faqat kelib meni tinglasin kimdir deb dardini aytadi, eshitib anaqa qilib, keyin maslahat bersangiz, anaqa qiladi. Masalan, misol uchun hamma bir xil gapni aytib, yo bu yoqqa emas, bu yoqqa boring, siz hamma bir-biriga jo'natganda, hamma top ketganda tep anaqa qilaversa, boyagi urug'iga tegib, keyin yana qaytadan yozaveradi, to ana bu
Lekin o'shandan keyin bo'ldi dedi, man to'liq anaviman, qanoatlandim, manga hech qanday da'voyim yo'q, boshqa ariza ham yozmayman deb o'shandan keyin ariza mana 5 yil yozib yurganda, tasavvur qiling, 5 yildan beri endi uni arizachi, nomerali arizachi. Qayerda bo'lsa eng ko'p ariza o'shaniki. Mana statistika yuritiladi, bir kishidan kelgan qayta ariza, shu familiya ismi bilan mana shuni arizasi eng ko'p yozilgan arizada. O'shandan keyin hech narsa qilmadim man. Hech narsa ukasi ham hech narsa qilmadi, nomiga ham o'tkazmadi. Faqat lekin rozi bo'ldi. O'sha bo'ldi dedi, man dedi, yuragidan aytyapti. Bo'ldi dedi, o'tkazib beraman, peshonamdan o'zim boshqa oila quraman, uy quraman dedi. Opasi ham mardlik qilib, kerak emas bo'ldi uying dedi. Man dedi, o'zim bir yo'limni ko'raman dedi, bolalarim bilan dedi, o'zim yo'limni ko'raman. Hozir vaqtincha yashab turay dedi. Keyin xullas shunga kelishdida, o'tkazmadi, keyin opa ham yozmadi, shu bilan ketishdi, tinchib ketdi, shu bilan aytib yozmadilar ariza. Zo'r ish bo'lgan ekan. Qarang, bir vakolatda o'tirgan odamni ozgina mehr ko'rsatib, odamlarga ozgina e'tibor ko'rsatgani, bitta oilani o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga yordam bergan. Juda ham yaxshi ish qilgan ekansiz. Endi shunaqa prokurorlar ko'paysin. Biz bilan o'qigan do'stlarimiz hammasi juda ham sodda, juda xalqni tinglaydigan, yaxshi, kamtar bolalar deb o'ylayman. Hozir mana bizni eshitib turganlar bo'lsa, do'stlarimizdan hozir biz bilan bitirganlar hozir 10 yildan o'tdi. Shunday. Ular hammasi yaxshi joylarda ishlashyapti. Hozir konstitutsion prokuror bo'ldi, 2 tami 3 ta kursdosh bizlar bilan bitirganlar. Shu tuman shaharda tuman prokurori yoki shahar prokurori, konstitutsion prokuror bo'ldi. O'shalar ham ishlaganlar bor. Endi ichki ishlarda bor, xavfsizlik. Endi qayerda ishlagan bo'lsa ham vakolatli odam bo'lgandan keyin odamlar uni qo'liga qarab turadi. Kamtarligini yo'qotmasdan, insoniyligini unutmasdan, xalqni dardini eshitib, ularga ham ozgina nima deydi, tinglasa, mana muammolarni hal qilsa bo'lar ekan. Tinglashda ko'p nima bor-da. Misol uchun shunchaki bee'tibor o'tib ketmas. O'sha tinglasangiz, jinoyatchi bo'lsa ham misol uchun bo'lgan tergov harakatlari davomida misol jinoyat qilgan, tergovchi bo'lib ishlaganman. Tergovchi bo'lib ishlaganimda misol uchun birontasini urgan yoki odam o'ldirgani ham gaplashsangiz, bu ham odamda, misol keyin yoriladi, misol unday bo'lgan, aslida unday bo'lmagan, bunday bo'lgan edi, o'shanday qilishga majbur bo'ldim yoki mana bunaqa degandan keyin mana shunday o'zim tuta olmadim, mana shunaqa bo'ldi deb motiv, maqsad degan narsa bor. O'sha jinoyat sodir qilishiga motivi chiqib keladi-da. Shunday, shunday. Bitta voqea bor, aytib beraman. Undan oldin o'sha prokurorlar haqida gapirdik. Yaqinda bir borganimda, O'zbekistonga borganimda bir kollejga bordik. Kollejni tekshirish uchun o'sha yerdan prokuror kelib qoldi. Prokuror yordamchisi bilan keldi. Qarasam, yosh bola, bizdan keyin bitirgan. Bizdan yoshligi yosh. Endi haligi odamni yoniga yaqin borib bo'lmaydi-da. Haligi odam prokuror, yosh bola, biz o'qigan o'qishda o'qigan, biz o'qigan partiyalarda o'tirgan, o'sha joyda ovqatlangan joylarimizda ovqatlanganda haligi odamlar nazariga ilmayapti. Shunaqa ko'nglim sovidi. Nahot bizni do'stlarimiz ham agar nahot men prokuraturada ishlaganimda shunaqa bo'lib ketardim. O'sha formani ta'siri shunaqa yomonmi? Nima deysiz? Nega odamlar buncha o'zgaradi? Hamma har xilda, besh qo'l barobar emas. Endi o'shanday prokurorlar ham bor. Lekin shunday prokurorlar bor, odamlar ichida yuradi-da. Ko'rsangiz oddiy ishlaganmiz, siz aytgandaylar ham bor. Endi har xilda, dunyo shunisi bilan qiziq. Shunday, endi ko'p yaxshilari ko'paysa, bu degani hammasi yomon demoqchi emas. Men sizni hikoyangizni eshitib hozir ta'sirlandim. Mana prokuror yordamchisida shunaqa vakolatlar bor. Odam shunaqa yaxshi ishlar qilsa ham bo'ladi, faqat odamlarni u yerdan bu yerga jo'natib va haqiqatan muammosini yechaman deb o'tirsangiz, tinglasangiz, ularga yechim topsa bo'ladi-da. Ba'zan o'sha qonun yo'lida, ba'zan insoniylik yo'lida odamlarni muammosidan hal qilsa bo'ladi. Shularni tinglab. O'sha nimada tergovda, Toshkentda tergovchi yordamchisi o'sha praktika vaqtida, ya'ni amaliyot vaqtida tergovchisi, ichki ishlarda tergovchini yordamchisi bo'lib ishlaganman. O'sha yozda adashmasam qaysi Mirobodda. Ularda juda qiziq voqealar, juda ertagi voqealarni hozir bittasi esimda bor, bittasi esimda juda qiziq bo'lgan edi. O'sha ikkita yaqin do'st, o'sha vaqtlar nechinchi yillar endi bu? 2014-2015. Ikkita yaqin do'st yoshligidan birga katta bo'lgan ekan, bitta maktabga borgan, o'rtasida pul almashinuv bo'lgan. Endi
nima bo'lgan, u bittasi boyni o'g'li bo'lgan. Uncha biznesga uncha bo'lmagan, yaxshi bo'lmagan. Bittasi oddiyroq bola bo'lganda, oddiy oilani farzandi, lekin u biznes qilib yurgan, ko'chada pul aylantirib yurgan bola bo'lgan. Aytgan, "O'rta, mana shunaqa biznes qilmoqchiman." Shuncha o'sha paytda adashmasam birinchi $50,000 so'ragan. 50,000 bersang, katta miqdorda yuk olib kelamiz. Yaxshi yuk, tovar yaxshi bo'lgan, hammasi qonuniy zo'r bo'ladi, olib kelamiz. Deb haligini ko'ndirgan. Bir partiya olib kelganmi, keyin u haligi 50,000 dan u bolaga bir 5,000 qaytarib foyda chiqarib berganmi, shu birinchi foydasini bergan. Mana foyda bo'ldi degan. Yana mana buncha pul bersang kattaroq olib kelamiz deb turib, общий $160,000 pulini olgan haligini o'rtog'ini. Keyin pul berishni to'xtatgan. Foyda $5,000 qaytib olgan haligi. 160,000 pul naq uydan chiqarib berganda, endi anaqasi $5,000 qaytarib olgan, qolgani yo'q. Endi u tovar olib keldim dedi, yo'q bo'ldi dedi, nima qilding deyapti-da. Yo'q bo'ldi, bankrot bo'ldim deyapti. O'rtasiga suhbatni eshitsangiz, ikkalasini olib kelganmiz. Nima bo'ldi, gapir deb endi anaqa gaplashib o'tiribmiz. Haligi qiziq joyi o'sha vaqtda endi dollarda pulni muomalasi endi qonuniy emas edi. Endi uni qayerdan kelganini izohlab berishingiz kerak bo'lgan. Aytyapti endi haligi bergan bola pulni dollarda berdim deya olmayapti-da. Uni aybi endi o'zini o'sha vaqtda pulni dollarda bergan bo'lgan. U bola endi biladi, firibgar biladi. Dollarda oldim deyapti. Nariga aytyapti, men so'mda berganman deyapti. Xo'p dedi, $160,000 so'mda. Hop, birinchi $50,000 so'mda bergan bo'lsang, qanday bergansan? Bitta mashinaga sig'maydi deyapti. Endi haligi bitta qanaqa mashinada berganman? San qancha summa bo'lgan deb turib, hamma summani aytyapti. Orada haligi bola pul bergan bola dollarda berdim deya olmayapti. Chunki dollarda berdim desa, hop, dollarda qayerdan olgansan, qayerda o'zi resurs. Endi otasi tadbirkor bo'lganmi? Pulni ochiq bergan bo'lganda, shu orasida shunaqa munosabat bo'lib, unga anaqa yechim topmaganmiz, lekin o'sha bizni amaliyotimiz tugab qolgan, qaytib ketganmiz. Nima bo'lganini bilmayman, lekin qarang, yaqin do'st birga maktabda o'qib, yoshligida bitta mahallada katta bo'lganda, o'zini do'stini shuncha summaga tushirib, bezirib, yuziga qarab, yo'q deb turib. Shunday o'zi begona qilmaydi, juda tanish odam. Chunki siz pul ishonib berishingiz uchun sizga yo qarindosh yo juda ham yaqin odam bo'lishi kerak-da. Siz begona odamga pul bermaysizku. Shunday ko'p deyarli firibgarlikda ko'pi shu o'zini ishonchiga kirib degan joy bor-da, ishongan odamiga beradi. Shunday. Endi u ham nimali muhokamali, sporniy holat. Endi bu haqiqatan misol uchun firibgarlik qilib olganmi yoki haqiqatan ikkalasi bitta biznesga pul tikib, pul bankrot bo'lganmi? Bankrot bo'lgan bo'lsa, pulni misol uchun o'sha ikkovi birga yo'qotganmi masalan? Unday bo'lgan bo'lsa, yo'q, uni bolani o'zi yeb ichib yuborgan. Olib kelmagan tovar ham o'zi aytyapti. Bo'ldi, u pul yo'q bo'lib ketdi. O'sha vaqtlarda boshqa tovar birinchisini olib kelgan, qolganlarini olib kelmagan ham. Pul yo'q bo'lib ketgan. Pulni nima qilding desa, ishlatib yubordim deyapti. Haligi nima qilgan bilmayman. O'shancha pul katta summa, o'sha 60,000 ga birinchi tovar olib kelgan bo'lsa, 50,000 ga $110,000 yo'q, havoga uchib ketgan. Endi lekin vaziyatdan ko'rishingiz mumkin, haligi o'rtog'i firibgarlik qilib olganda, bilib turibdi, gapirishdan ham, boshqasidan nima qila olasan deyapti. Qamab yubor deyapti. Qamasangiz haligi uni puli qaytib kelmaydi-yu baribir. Endi iloji yo'q, endi misol uchun siz davlat organiga firibgarlik bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atadi, zararni qoplashga imkon beradi. Zararni qoplamasa, jinoyatchini qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llab sudga chiqazadi. Lekin keyin sud oladida, sud hukm o'qiydi, ijroga qaratib qo'yadi va summani qachon puli bo'lsa to'laydi, majburiy ijro orqali undirishga qaratib qo'yadi-da. Masalan, mollikka qaratadi, qiyin shunday. Firibgarlikka uchraganlarda qiyin masala. Endi jinoyatchilik chet el fuqarosi bilan qiziq voqea bo'lgan menga. O'sha u ham shu shaharda paytim bo'lgan, yordamchi bo'lganimda. Shu yordamchi bo'lganimda men ichki ishlar organlarida qonunchilik ijro ustidan nazorat bo'limi degan nima bor, yo'nalish bor. Ichki ishlar organlari ustidan nazorat yo'nalishi bo'yicha yordamchi bo'lganman. Ya'ni o'sha ichki ishlarni, militsiyani nazorat qilishda, materiallarini o'rganish, ularning faoliyatini qonunga bo'ysunyaptimi yo'qmi. Shuning uchun ko'p ichki ishlar bilan bog'liq har qanday ariza kelsa menga yo'naltiradi prokuror. Bitta holat bo'lgan, bitta rus fuqarosi, rossiyalik ayol kishi bitta qarshilik yigit bilan kelgan. U qarshilik bola yoshroq-da, opa undan bir 5-6 yosh katta.
Rossiyaga borib ishlab, o'sha yerda tanishib qolib, u bilan yashab yurgan. U bola чисто alfons, u Rossiya fuqarosi, uni boya hujjat uchun unga zagsdan ham o'tgan. Keyin u ayol uni boqib yurgan, u yaxshi joyda ishlaydi, bitta davlat ishida. Uni boqib yurgan, ishlamay, uni hisobidan yashab yurgan. Men seni O'zbekistonga olib boraman, aylantiraman degan. Keyin ketdik degan, u boya xarajatlar hammasini ko'targan, mashina bilan kelishgan. Mashinada kelishgan. Uni ayolni mashinasini haydab kelishgan. Keyin o'sha vaqtda 2017-yil boshlari ekan. Shavkat Mirziyoyev yangi prezident bo'lgan O'zbekistonga. Putin bilan qo'l ushlashib tushgan rasmi chiqqan edi. O'sha vaqtda birinchi marta nimaga xalqaro tashrif bilan Rossiyaga rasmiy tashrif bilan borganda o'sha yerda qo'l ushlashib xalqaro shartnomalar tuzilgan O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida. Keyin boyagi katta rasmi portreti chiqqan edi. O'sha rasmni olib nimaga chiqarganda katta bannerga chiqarib uni mashinani kapotiga yopishtirgan. Tasavvur qiling, nima bilan Putin bilan Mirziyoyev qo'l ushlashib turgan rasmini oldi kapotiga, mashinasini kapotiga katta qilib yopishtirgan. Endi tonirovka o'sha vaqtda Rossiyada mumkin bo'lganda, bizda mumkin emas edi hali. Tonirovkaga hozir endi pul to'lanadigan ruxsat berilgan-ku, o'sha vaqtda mumkin emas edi. U aylanasiga tonirovka, faqat oldi emas, ikki yoni, orqasi tonirovka bo'lgan. Keyin oldiga o'sha plakat bo'lgan. Ikkita prezident qo'l ushlashib turgan. O'sha turish ular kirib kelgan. Toshkentdan kirgan. Rossiyadan o'tib kelganda, xullas Toshkent bilan kirib, Toshkentda aylangan birinchi, keyin Samarqandga borgan, Samarqandda aylangan, olib borib ko'rsatgan boyagi yigit Alfons. Keyin bu Qarshilik o'zi. Keyin Qarshiga olib kelgan. Qarshiga ham yur, u yoqda ham chiroyli binolar bor, eski 2700 yillik shahar. Olib kelgandan keyin Qarshiga gay to'xtatyapti. Endi YPX, o'zi gay deymiz. Yo'l patrul xodimi to'xtatyapti-da, uni tonirovkaga birinchi e'tiroz bildiryapti-da. Keyin mashinasini olib borib shtraf yozyapti-da, tonirovkalarni yuldiryapti. O'zi olib borib jarima maydoniga qo'yish kerak, jarima maydoniga qo'yapti. Ya qo'ymayapti-da, tonirovkasini yuldiryapti faqat. Mayli siz chet el fuqarosi ekansiz, men sizga shtraf yozaman-da, faqat tonirovkani olib tashlaymiz deyapti-da. Rulda boyagi yigit bo'lgan. Shaharga kelgandan keyin, O'zbekistonga kelgandan keyin u bola haydab yuribdi mashinani, ayol oldida o'tirgan. Keyin tonirovkasini yuldirib, keyin yana yuribdi Qarshini ichida. Ikkinchi gay to'xtatyapti. Boshqa gay to'xtatyapti-da, uni olib borib shtrafnoga tiqyapti. Ha, desa, men oldidagi prezidentlar plakati bu noqonuniy yopishtirgansiz deyapti-da. Olib borib jarima maydoniga tiqib qo'yapti mashinani. Keyin u opa ichkilarga boryapti. Endi mashina uniki, u ketolmaydi, puli ham qolmagan. Hamma pulini boyagi Alfons ishlatib bo'lgan, u yoqqa olgan, bu yoqqa olgan, uni hisobidan yeyishgan, endi qaytib ketishga ham puli qolmayapti-da. Endi ham jarima maydonasiga tiqib qo'yapti mashinasini. Endi u chiqarib qaytib ketish kerak Rossiyaga. Qaytib ketish kerak. Endi anonsi ham yo'q, boyagi yigit ham bunday qildi. Keyin u yoqqa boryapti, bu yoqqa boryapti. Keyin prokuraturaga borib maslahat beryapti oxiri kimdir. Ustidan prokuratura nazorat qiladi deyapti. Keyin kelyapti qabulga. Keyin endi nima masala desam, endi shu masala bo'lgani uchun keyin men tushdim. Keyin bordim, eshitdim, gaplashdim. Endi rus tilini biladiganlar endi bor-da, endi men rus tilida ham bemalol nima qilardim, suhbatlashib. Ayol bilan gaplashyapman, boyagi bola o'rtada aralashib, bunday deyapti. Keyin chiqardim, "Sen chiqib tur" dedim. Opamiz bilan gaplashaydim. Eshitdim. Keyin eshitsam shunday, xullas keldik, Toshkentda indamadi deyapti. Tonirovkaga ham indamadi deyapti. Samarqandda ham indamadi deyapti. Bu yoqqa kelgandan keyin birinchi gay to'xtatib tonirovkani yuldirdi deyapti. Nima uchun misol ana noto'g'ri bo'lsa deyapti, ana ustidagi plakat noto'g'ri bo'lsa, noqonuniy bo'lsa, shuncha joyga indamadi yoki birinchi gay ham mayli Qarshiga birinchi gay indamadi, ikkinchi gay to'xtatib mana bu yerga tiqib qo'yapti mashinamni. Qiziq, nega? Kelyapti-da, keyin oldimda endi gaplashdim, birinchi eshitdimda, keyin gayni chaqirdim. Xullas gayni ham hammasini chaqirdim. O'zimga ham qiziqda endi. Hammasini chaqirdim. O'sha birinchi to'xtatganini, ikkinchi to'xtatganini ham, keyin otryad komandirini ham chaqirdim. Endi ularning rahbari. Hammasini chaqirdimda, keyin hujjatlarni oldim, boyagi hujjatlarni ko'rsam, nimani pravasi bor, taloni yo'q. Taloni bor, haydab yurgan bolani Alfons.
Alfons deylik. Alfonsda. Alfonsda taloni bor, pravasi yo'q yonida, haydovchilik guvohnomasi. Talonda yozib qo'ygan bo'ladi-da. Endi o'sha vaqtda hozir menimcha bitta bo'ldi O'zbekistonda. Mana bitta bo'ldi. Oldin eskicha tizimda prava bilan talon bo'lardi. Talon endi nima uchun? Huquqbuzarlikda yozilardi. Narshina qilsangiz, narshinasini yozib, nomerini, sanani yozib qo'yadi. Guvohnoma. Lekin talon haydovchilik guvohnomasi bilan haqiqiyda. U prava bilan bo'lsa haqiqiy. Ikkovi birga olib yurish kerak. O'sha vaqtda endi shunaqa edi. Hozir ancha osonlashib, tizim oddiy bo'lgan. Misol ID kartangiz bo'lsa bo'ldi yoningizda, prava ham olib yurish shart emasda. ID kartangizdan ba'zan tekshirib oladi. O'sha vaqtda endi uncha rivojlanmagan, prava bilan talon olib yurgan bo'lgan. Yurish kerak bo'lgan, lekin taloni borda, yonida pravasi yo'q. Keyin men ko'rdim, taloni bor, pravang qansam yo'qolgan dedim. Ha, bo'pti dedim. Keyin gayni chaqirdim. Birinchi gayni chaqirsam, men to'xtatdim. Nimasi yo'q edi. Tonirovkasi bor edi. Mumkin. Keyin tonirovkasini yuldirib, keyin qo'yib yubordim. Hop, keyin ikkinchi gayni chaqirsam, yo'q, buni deyapti, plakatda yopishtirgan. Nima bor? Ma'muriyda bitta nima qoida bor, nima degan. Agar degan haydovchi mashinani boshqarishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan plakatlar yopishtirilgan bo'lsa, u faqat ana uchun. Ko'rishni to'sish kerak. Labovoy emasmi endi? Ha, ko'rishni to'sib qo'yish mumkin bo'lgan yoki haydovchilikni mashina avtomobil haydayotganda ko'rish nimasini yopib qo'yadigan yoki xavf tug'diradigan, boshqacha xavf tug'diradigan. Hozir aynan so'zma-so'z eslolmayman, lekin ma'muriyda haqiqatan bor. Shunday holatlarda o'shanday bo'lsa, mashina o'shanday holatda boshqarish mumkin emas. Anons bor. Unda misol uchun orqa yon yoki ikkita yon bo'lsa ham, mana shu haydovchi o'tirgan ikkita old tomonni ham to'liq yopib qo'yish mumkin emas-da, 50% gacha tonirovka ham yoki butunlay nakleyka bilan yopishtirish mumkin emas, chunki ko'rinmay qoladi. Orqani ham xuddi chunki oynadan qaraganingizda orqa ko'rishingiz kerak mumkin. Keyin oldi oynani ham yopish mumkin emas. Keyin ma'muriy amaliyot ular o'shani ko'rsatyapti-da. Bu plakat kapot ustida turgan plakat qanday qilib ko'rinishda yopib qo'yadi? Keyin ular ijod qilyapti. Tasavvur qiling, agar plakat deydi shamolda ko'tarilib ketib qolsa, lavoyda yopib qo'yish mumkin-ku deydilar. Kapot ham texnika, bu kapot ham ko'tarilib ketib qolsa yopib qo'yish mumkin. Bo'lmasa hamma kapoti bor mashinani olib borib jar maydoniga qo'yish kerak emas-ku. Shunday. Uni asosi yo'q-da unda. Keyin ma'muriy amaliyotga telefon qildim. Endi menda ham haqiqatan yo'q. Yechim yo'q-da. Chunki men ham misol uchun amaliyotda har doim har xil-da. Nima uchun Toshkent indamayapti-da, bu yoq indamay. Bular asos qilyapti. Ma'muriy amaliyotga qildim. Ma'muriy amaliyotni gayin ichida ular qarorni qabul qiladigan. Misol uchun siz tezlikka tushsangiz yo bo'lmasa gay protokol yozsa, sizda yozgan gay tuzgan bayonnomasi ular qaror chiqarmaydi, qaror qabul qilmaydi. Faqat gay bayonnoma yozadi. Ma'muriy bayonnoma. Mana shu yo'l patrul yo'l harakat qoidalarini mana shu bandini buzgan yoki mana shu bandini buzgan uchun ma'muriy bayonnoma tuzildi deydi-da, unga jo'natadi. U ma'muriy bayonnomani olib, ma'muriy amaliyot bo'limi ular keyin qaror chiqaradi. Qaror chiqarishda keyin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni oladi-da, yo'l harakat qoidalarini mana shu bandini buzgani, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi mana shu moddasida nazarda tutilgan anonni buzgan. Shu bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda misol uchun 148-moddasi bilan yoki 128-1-moddasi bilan ma'muriy ish qo'zg'atilib, unga nisbatan uchaklar yoki 3 baravar yoki 5 baravar jarima tayinlansin deb qaror chiqaradi. Endi ular ma'muriy anor bilan ular ishlaydi-da ko'proq. Keyin o'sha ma'muriy amaliyotdagi viloyat gayni ma'muriy amaliyot bo'lim boshlig'iga telefon qildim. Keyin aka dedi, u ham lekin dedi bunaqa olimni holat uchramagan, faqat shunday bo'lishi mumkin. O'sha agar plakatni haqiqatan yoki yopib qo'yadigan bo'lsa qaror bo'ladi, lekin bunaqa holat bilmayman aka, mana dedi. Ikkilanyapti-da, ularda yo'q. Ular endi o'zini gayni himoya qilish uchun har xil bahona aytyapti. Keyin asos yo'q-da. Keyin bo'pti dedim, bu ham mayli, plakat ham mayli dedim. Lekin dedim, ular keyin ko'proq siyosiy urg'u beryapti. Prezidentni rasmini kapotga yopishtirib yuribdi, mashinaning kapotiga. Mumkin emas-ku, deyapti. Qayerda yozilgan deyapti. Qonun bormi? Mana qonunda qayerdadir misol uchun yo
bizda darrov bayroq yoki nimani yopishtirsa, Mhm. bayroqdek davlat Davlat ramzlariga ramzlariga bor endi, hurmatsizligi. bor endi. U Ha, narsa bor. lekin u hurmatsizligida ham anons bor-da, normativda bor-da. Ayni qaysi holatlarda mumkin, qaysi holatlarda Shunday, mumkin shunday emas. Lekin belgilangan. prezidentni rasmini ular xayolda u siyosiy bu uni davlatga hurmatsizlik qilyapti, kapotiga yopishtirib olib degan xayol bilan qilyapti-da. Ular shuni aytyapti ochiqman, siyosiy prezident rasmi yopishtirgan aka. Yo'q, qayerda bor normativ hujjatda asosi bo'lsa, keyin ular shunday deganimdan keyin asos solib bera olmagandan keyin yo plakat yopib qo'yish mumkin degan safsata aytyapti-da. Keyin bo'pti mayli, plakatni qo'y dedim. O'zi dedim bu yigit dedim mashinani haydashga huquqi yo'q-ku dedim. Talon, prava talon mashina haydashga huquqi bo'lmasa nima qilinadi? Jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Nima uchun birinchi gayni chaqirding? Nima uchun buni jarima maydoniga birinchisan to'xtatganingda qo'ymading? Endi haqiqiy holatda to'g'ri, u haqiqatdan haydov o'zi mashinani boshqarish mumkin emas, chunki hujjat to'liq emas. Haydovchilik guvohnomasi yo'q, taloni bor qo'lda. Pul berganmi? Xo'p, sen hujjatlarni tekshirdingmi? Aka shunisiga e'tibor qilmayapman, ko'rmay qolman. Men faqat anonsini, tonirovkasini ko'ribman. To'g'rimi? O'sha payt jarima maydoniga qo'yishim. Sen qo'ymagansan. Xo'p, sen xatoing. Bo'pti. Ikkinchisi, sen talonni ko'rding, qani bayonnomaga yozding? Yo'q, men faqat nima uchun qo'ydim deyapti. Xullas, ikkovi ham noto'g'ri qilganda endi faktiski. Keyin xullas u operatsiya fuqarosi keyin men dedim, jarima maydonini yuldir, anonsini yul. Yulganmisan? Ha, yulib bo'lganman. Nimayin oda mashinasini chiqarib ber, ketsin, opa ketadi. Oxiri shu anoga keldik. Sen haydamaysan dedim undan. Opaga aytdim, sen prava talon ham bor mana dedi. Hujjatlarni ko'rdim. O'zingiz olib chiqib ketib, o'zingiz haydab, o'zingiz ketasiz. Bu mashinada rolga o'tirmaydi dedi. Hujjati yo'q. Bo'ldi dedi. Keyin endi chiqazib yubor dedim. Endi bular xat yozib berdi, gayini qo'yganda, xat yozib berdi. O'zim yozib berdimmi? Xullas, men ham yozib bera olaman, vakolatim bor. Yo o'zim yozib berdim yoki ular yozib berdi. Keyin xullas chiqazganimdan keyin ketdi ikkalasi hamda. Yana telefon qilyapti o'rtasidan keyin. Telefon qilyapti. Ha desam, shtrafnoy plashadka jarima maydonchasiga chiqazmayapti. Ha desam, pul to'lang, 1 kunlik to'lov to'lang, 60 ming so'mmi, necha puldir. Ular o'zi nechidir soat turgan, lekin jarima maydonchasi farqi yo'qda. Ular tadbirkorlik subyekti, yarim soat o'tiradimi, 1 soat o'tiram, kunlik to'lov to'laydi. Kursim pulim qolmagan deyapti yana opa. Opa dedim, u dedim tadbirkorlik subyekti. Men unga aytdim, hech narsa deya olmayman. Uni qo'ygandan keyin mashina kirganmi, kirgan. Chiqqaniga pul oladi. U men ham hech narsa qila olmaydi. U tadbirkor. Yo'q, hech qanday sharoitim og'ir, pulim qolmadi. Mana buni ham pulim yo'q deb o'tiribdi. Alfosda pulim qolmagan. Yo'q, o'zim xarajat ham qilmaydi bo'lsa ham. Keyin ha mayli dedim, men dedim, odamgarchilik yuzasidan men gaplashib ko'raman, lekin ayta olmayman dedim. Anonsiga bering qani dedimda, keyin xullas o'zim surishtirib topdimda, boshlig'iga chiqdim. Jarima maydonchasining egasiga chiqdim. O'zim tanishtirdim, aka, yaxshi. Shunaqa holat bo'lgan dedim. Rossiya fuqarosi bitta opa kelgan ekan dedi. Umuman puli qolmagan, gay olib borib tiqib qo'ygan. Men o'z mashinasini chiqarib berdim, lekin puli yo'q. Sizni plashadkangizga borsa, anaqa qilmayotgan ekan. Shu pulni to'lasin deyotgan ekan. Imkoningiz bo'lsa, odamgarchilik yuzasidan men sizga anaqa qilmayman. Qanday anonim yo'q aka. Sizga chiqaring deb aytayotganim yo'q. Imkoningiz bo'lsa, agar biroz aytsangiz, chiqarib yuborsangiz, mehmon ekan, qaytib ketmoqchi Rossiyaga. Yonida bitta o'sha o'zi qarshilik yigit bor, mana shunaqa holat. Dedim, keyin yo aka bo'ldi, anavi emas, dedi, mehmon bo'lsa, Rossiyadan kelgan bo'lsa, keyin u beryordi, chiqarib yubordi. Keyin boyagi ham ketdi. Keyin Rossiyaga qaytib ketgandan keyin 1 hafta 10 kundan keyin menga yozyapti, opa, katta rahmat, ruschalab qilding, shuncha yordam qildingiz. Yo'q deb o'shanda bo'lganda odam xursand bo'ladi. Shunday, kimnidir rostdan ham haqiqiy qilganingizga. Yaxshi qiziq holatlar ham bo'ladi-da, lekin o'sha yerda misol uchun prinsipda olsangiz, gay ham xato qilgan, u yoqda ikkita gayda ham xatosi bor, ular ko'rib turib huquqbuzarlikni ko'rmagan. Lekin men uni battar qilib, yo'q, mana faqat tonirovka emas, mana huquqbuzarligi ham bor ekan deb, bunisiga ham ma'muriy tuzdirib, mashinasini ham chiqartirmasa, u yana ham og'ir bo'ladi. Ertaga keyin Qashqadaryoga, misol Toshkent, Samarqand indamagan-ku. Shunday, Qashqadaryoga kelmaylar deydi-da, misol turizm uchun siz misol uchun u yoqda hozir qonun ustuvorligini ta'minlayman deb, mana shu adolatda. Misol siz hozir men o'sha yerda yo'q, qonuniy bunday emas, bunday bo'lish kerak edi. Mana bu bo'yicha qaror qilasan, mana bir jarima qilasan, yana bir marta qo'shimcha ustiga
hujjatsiz boshqarganini ham bayonnoma tuzasan, moshinasini ham chiqazmaydi. Qachon hujjatdan kelib hamma narsasi bo'lgandan keyin mana shuncha kundan keyin chiqazasan deb gayiga qo'yib, keyin gayini ham o'zi ham noqonuniy san qilmagansan deb o'zi gayini ham intizomiy qilsam, ham uni ham buni jazolasam, misol qonuniy holatda shunday bo'lishi kerak. Lekin u adolatsiz bo'lib qolardi, keyin tizimga, turizmga katta zarar bo'lardi-da. O'shaning uchun undan ko'ra o'sha moshinasini olib ketgan, chiqqan, mingan, ketgan, shu bilan u ham xursand. Keyin ertaga misol uchun O'zbekiston haqiga qanday tasavvuri bor desa, misol uchun nisbatan yaxshiroq bir tasavvur bilan ketdi deb o'ylayman-da. Juda yaxshi ish qilgan ekansiz. Ya'ni siz u narsani siz yuqoridan kengroq nuqtai nazardan qaragan ekansizda. Faqat o'sha joyni ichida muammoni o'sha kim to'g'ri, kim noto'g'ri emas. Umuman qanday qilib adolatni hal qilish haqiqatan ham juda yaxshi ish bo'lgan ekan. Nima deymiz endi, hamma do'stlarimiz hozir organda ishlab turgan akalarimiz bilamiz, ishlari juda qiyin. Ichki ishlarda ham, prokuraturada ham ertalab chiqib kech payt kelishadi. Ishlari juda ham og'ir. Hech qanday bizni ularga shikoyatimiz yo'q albatta. Faqat lekin adolatni o'rtaga qo'yishsa, insoniylikni har doim o'rtaga qo'yishsa, shunday do'stimiz bilan bo'lgan voqeadek, menimcha hammani hayoti oson bo'ladi. Xalqqa endi chunki biz o'sha organ xodimi sifatida, men ham o'zimni organ xodimi ozgina bo'lsa ham ishlaganman o'zimcha. Organ xodimi sifatida biz xalqni xizmatchimizda. Bizga xalq ishonib, o'sha xalq tomonidan oylik beriladi. Xalq borligi uchun organdagi xodimlar bor. Ularga mana shu vakolat berilgan. Mana shu vakolatni suiiste'mol qilmasdan xalqni xizmatida bo'lsak, menimcha xalq ham juda ham xursand bo'ladi. Rahmat do'stim, juda zo'r ish bo'lgan. Sizga rahmat. Shunaqa voqealar ko'p. Men o'zimda shu ichki ishlarga ishim tushgan, qarang. Magistraturada o'qib yuribman. O'sha paytda Amerikaga kelish uchun, umuman chet elga chiqish uchun IELTS o'qib yurgan vaqtimda Alisher Navoiy kutubxonasiga borib tayyorgarlik ko'rardim. O'sha payt ikkita telefonim bor edi. Bitta oddiyroq telefonim bor edi, bitta yaxshi telefonim bor edi. O'sha Samsung telefonim. Unda endi IELTS materiallari bo'lardi, har xil videolar, eshitib, boshqa internetga ulanadigan yaxshiroq telefonim bor edi. Keyin o'sha Alisher Navoiy kutubxonasida qoldirib ketgan o'zi. 4-etajida unda kompyuterlar bor edi, yaxshi joylar. O'sha har kuni borib tayyorgarlik ko'rardim. Juda zo'r, sharoitlar zo'r edi. Bir kun o'sha tayyorgarlik ko'rib o'tirganimda telefon bo'lib qoldi. Ikkinchi telefonim ham anaqada qolgan. Tashqariga chiqdim telefonda gaplashishga. Endi kameralar bor, odamlar ko'p. Endi hayolimga ham kelmadi u narsa, telefon kimdir olishi mumkin deb. Qoldirib ham ketmaganman. Turibdi, u tayyorgarlik ko'rib turgan kitoblarimni oldida telefonim qolgan. Ikkinchi telefonim bilan tashqariga chiqdim, gaplashdim-da zaldan. Keyin qaytib kelsam telefonim yo'q. Telefonim yo'qoldi. Qayerda? U yoqda ishdagi kutubxonachilarga aytdim. Ular aytdi, "Yo'q, biz bilmaymiz, ishda kameralar ko'rsa bo'ladimi?" desam, "Bizda ruxsat yo'q, bular ochib ko'rishga" deyishdi. Keyin pastga chiqib, o'sha bilsangiz pastda tekshirib chiqarardi. O'shalarga aytdim, "Telefonim yo'qoldi, kimdir olgan, kameralarni ko'tarish kerak" desam, uncha ahamiyat berishmadi xullas. "Telefoningiz yo'qoldi, bo'ldi, endi ketdi" deyapti-da. Jahlim chiqdi. Nega telefonim yo'qoldi, o'g'irlik bo'ldi, kamera bor. Nega shuni qarab hech kim bu vakolat bo'yniga olmayapti dedim-da. Shunda bordim, qaysi anaqaga qaraydi desam, o'sha Yunusobod tumani ichki ishlariga qararkan bordim, Yunusobodga bordim, arizani yozdim. Shunaqa telefonim yo'qoldi, mana shu joyda. Ertasiga boshlandi-yu, chunki endi ichki ishlarda ariza yozganingizdan keyin haligi tergovchiga boradi, tergovchi uni yopish kerak, to'g'rimi? Uni qonunni bilgan odam biladi-da. Haligi endi biz o'zimizcha o'rganganmiz. Yozdim, keldim, keyin ertasiga telefon kelyapti. "Uka, kelmasangiz bo'lmaydi, mana bunaqa vaziyat bo'lyapti. Shunaqa arizangiz bor ekan. O'zi telefoningiz qancha turadi?" U yoq bu yoq gap bo'lyapti. Gap telefonda qancha turishida emas. Gap mana shu yerda o'g'irlik bo'ldi, kimdir o'g'irlik sodir qildi. Bu yerda kamera bor, o'shani topsa bo'ladi, topish kerak deyapman. Borib keyin haligi keldi, kutubxonani ko'tardi u yoqqa, hammani tekshirib, boshqa qilib keyin topishdi uni. Eng qiziq joyi, endi haligi yosh bola bo'lgan, yetishmadi. Xullas kutubxonachi bilan gaplashdi. Tergovchini oldiga bolaning ota-onasi kelgan. Nima bo'lgan bo'lsa, tergovchi chaqirtirib aytyapti. "Uka" deyapti, "bir narsa qilamiz" dedi. "Siz telefoningizni qaytarib topdik" dedi. "Kim olgan ekan" desam, "Aytmaymiz, shaxsini anaqa qilamiz, sir saqlaymiz. Faqat arizangizni qaytarib oling. Agar arizam qolsa, unga nisbatan jazo
tayinlanishi kerak-da. Endi Shunday. bitta oddiy Bular telefonni jinoyat qidiruv tergovchigacha bormaydi. Gapsiz bo'ldi. Jinoyat qidiruv bo'limi borda. Ha, Ungacha o'sha. o'sha jinoyat qidiruv shug'ullanadi. Ular o'sha jinoyat qidiruv material to'plab, o'zi misol jinoyat ishi bo'lsa tarkibida keyin tergovga o'tkazadi. Ular iloji boricha O'shanda qolib ketgan bo'lib qoladi-da. balkim, balkim. Agar ochilmay qoladi-da, ko'p o'g'irlik jinoyat ochilishi qiyin, ochilmay qoladi. Ochilmay qolgandan keyin ular tergovchi o'tkazsa, jinoyat ishi qo'zg'atsa tergovchi, keyin jinoyat qidiruv bo'limiga u 100 ta bo'lsa, ochilmagan ishi 101 ta bo'ladi. Demak, tumanda ochilmagan jinoyat soni oshadi. Keyin salbiy viloyat tuman ichki ishlar boshlig'iga, viloyat ichki ishlar boshlig'iga minus bo'ladi-da. O'shaning uchun o'sha imkon boricha ochishga harakat qiladi yoki ochilmagan jinoyat ishini kamaytirishga harakat qiladi. Tushundingizmi? Shuning uchun ular o'sha o'g'irlik jinoyatlaridan ko'proq jinoyat qidiruv bo'limini anonsi borligi uchun manfaatdor bo'lgani uchun, ya'ni qanday ochilmay qolsa ularga yomon-da. Shuning uchun ular ochilishidan manfaatdor bo'lgani uchun ular darrov harakat qiladi-da. U keyin mashina o'g'irligi, shu narsalar qattiq qaraladi-da. Ha, shunaqa bo'lgan. Yo'q, adashmasa u ish ochilgan edi, chunki ular yopmoqchi bo'ldi-da. U o'sha birinchi o'sha ariza berganingiz o'zi ulardan misol qoldirib ketgansiz, u dejurkadan ro'yxatdan o'tgandan keyin ular bo'ldi уже unga tushadi-da. Ha, endi xullas o'sha vaqtda o'zini tergovchiman deb tanishtirdi, ko'p so'ramadi. Tergovchiman deb tanishtirdi, shunaqa kelib bordik, ko'rishdik. Xullas keyin u yosh bola bo'lgan, xullas endi nafs bor. Qaramay qolgan, oldimda o'tirgan bo'lganmi, kimligini bilmayman, lekin o'sha telefonni olib chiqib ketgan. Keyin yig'lab pushaymon bo'lgan, ota-onasi ham anaqa uchun kameraga tushib qolgan bo'lganda, kameradan ko'rib, u kutubxonadan uni ma'lumotlarni topib, ota-onasi bilan gaplashgan. Endi u bola nima deb pushaymon bo'lgan, xullas. Keyin uni bolani shaxsini sir saqlab qolish uchun so'rashdi. Shunaqa uka, shu bolani sir saqlab qolamiz, faqat arizani qaytarib olsangiz yaxshi bo'lardi. Bu yosh bola ekan, bilmaganman dedi. Ko'p anaqa qilmadim, mayli dedim, telefonni qaytarib bersalaring, muhimi telefon topildi, unga nisbatan hech qanday nima g'araz niyatim yo'q. U hamma ham xato qiladi. Shu bilan haligi ish yopildi, keyin jim-jim, yaxshi tinchlik. U bitta voqea, bitta keyin xuddi bunisi qisqa. Xuddi mana shu narsa men ishlab turgan Mirobod tumanida ishlab yurgan vaqtimda bitta odam Farg'onadan kelganda, telefonini yo'qotgan Mirobodda, ariza yozgan Mirobodga, delo ochilgan, ancha qolib ketgan. Haligi endi telefon topilgan, lekin haligi odam yo'q. U Farg'onaga qaytib ketgan. Ko'p unaqa juda ko'p telefon yo'qotish eng ko'p anavida. Telefonni endi qaytarib olib borib berish kerak haligini. Endi aytyapti, Iskandarda borganingda dedi Farg'onaga, o'sha odam uyini topgin, mana manzilini berdi. Bordim, uyini sizga boyagi ichki ishlar xodimi beryapti. Ha, shunga borasan-da topasan, mahallasi bilan gaplashasiz, uyini topasan. Borsam, u odam bo'mish bo'lib chiqib ketgan ekan. Uy yo'q, uysiz bo'lib, ko'chada qolib ketgan odam ekan keyin uni ishini yopish kerak haligi tergovchi o'zi kelgan. O'zi bitta o'sha paytda endi kichkina oddiy telefon, internetga ulanmaydi, 65 ming so'mlik telefonni deb Toshkentdan Farg'onaga kelgan, bir 3-4 kunga kelib, aylanib, bu yoqda u ishlarni ham hal qilib, biz bilan mehmon bo'lib ketgan edi. Qarang, bitta o'sha delani yopish uchun shuncha harakat, shuncha xarajat qilgan. U odamga telefon ham kerak bo'lmagan. U odam uysiz bo'lib qolib ketgan bo'lgan, lekin o'sha siz aytganda o'sha delani yopmasa, ularga minus bo'ladi. Shuning uchun delani yopishga harakat qilishganda. Juda qiziq holatlar bo'lgan. Hammasini aytib anaqa bo'lmaydi. Shunday endi ular veling o'g'irlab ketadi-ku, veling o'g'irlab ketadi. Keyin ular xodimlar o'zlari yonidan kerak bo'lsa veliga olib bergan holatlarini ko'rganmiz. yopish. Mashina suvda motori bo'lar, kanalga motorni o'g'irlab ketgan. Ular motor olib kelib qo'yib ketgan. Kamera zaniyadan kameralar o'g'irlab ketgan. Ular borib kamera va texnikalar bo'lganda modem bo'lgan, Wi-Fi modem bo'lgan, kamera bo'lgan, shular o'g'irlab ketgan. Ular keyin olib borib qo'yib bergan, keyin qaytadan ariza yozib bergan narsalarni topildi deb yonidan qo'yib berganda ular. Keyin aradan bir hafta 10 kun o'tib olib ketgan qaytarib boyagi milisa borganda bergan narsalarni qaytarib olib ketgan. Keyin yana qaytib kelib yana ariza yozgan.
man narsalarim Yana- yana yo'qa. Nima bo'ladi o'zi desa, menga boshqa olib kelib beruvdi. Qayta ariza yozib berasan deb. Keyin qiziq. arizamni qaytarib oluvdi. Keyin bir haftadan keyin keldi, uni ham olib ketib qoldi, qaytarib o'zlari. Oxirigacha turib bermabdi. Shunaqa holatlar, qiziq holatlar bo'ladi-da, komediyada. Ish qiyin. Qarang, tergovchilar yonidan o'sha delani yopish uchun Tergovchi qilmaydi uni, ko'proq qilgan? jinoyat qidiruv. Jinoyat qidiruv o'zi. Bir oy muddat bor-da, tergov qadar tekshiruv muddati bor. O'sha tergov qadar tekshiruvda jinoyat qidiruv olib boradi. Mana bu o'g'irlik ishlari bo'yicha ko'proq o'sha ko'pincha o'sha o'g'irlik bilan bog'liq holatlar bo'ladi, bunaqa ishlar. Jinoyat qidiruvga tushadi. Ular o'sha jinoyat qidiruvidagilar jinoyat ishi qo'zg'atishgacha topish kerak-da, chunki issig'iga topmasa keyin topilmaydi. O'sha 30 kun ichida ular qaror qabul qilish kerak, yo jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish kerak, yo jinoyat ishi qo'zg'atish kerak-da. Topilsa rad qiladi. Ariza oladi, qayta ariza oladida jinoyat ishi rad qiladi. Topilmasa, o'zi topilsa ham, misol uchun o'g'rini topganda ham o'zi jinoyat ishi qo'zg'atish kerak. Mana o'g'ri, mana bu jabrlanuvchi, mana bu narsasini o'g'irlab ketdi, mana qaytarib berdi, zarar qoplandi, lekin buni baribir harakatda o'g'irlik bor-da. Buni o'g'ri bo'lgani uchun 169 dan jinoyat javobgar qilish kerak. Topilsa topilmasa jinoyat ishi qo'zg'atilishi kerak-da, lekin ular o'sha jinoyat ishigacha olib bormay, o'sha topib, yarashtirib, yo narsasini qaytarib topib berib, o'shanday qilsa, tasavvur qiling, telefon eng ko'p yo'qoladigan narsa telefonda. Misol uchun kuniga 10 ta odam telefon yo'qotishi mumkin tumanda. 10 ta telefon yo'qolsa, har kun 10 ta jinoyat ishi. Bu degani bir oyda 300 ta faqat telefonning o'zidan 300 ta jinoyat ishi bo'ladi. Bir xil nimalarda mahallada jinoyat bo'lmasligi kerak degan talablar bo'ladi. Agar u hammasini hisobga qo'ysa, jinoyat oshib ketadi. Biz prokuratura o'shani nazorat qilamiz. Ular hisobga qo'ymasa, biz prokuratura tekshirib, ichki ishlar xodimini o'zini ham kerak bo'lsa ertaga javobgar bo'lib ketadi. O'sha uni orqasidan. Jinoyatni yashirish, jinoyatni hisobga qo'ymaslik uchun jinoyat javobgarligi bor. Ular misol uchun o'sha narsa bo'ldi, unga murojaat qilish uchun siz murojaat qilgan bo'lishingiz kerak. O'g'irlik bo'ldi sizda, siz bilan narsangiz o'g'irlandi, siz borib ariza berdingiz, lekin ular jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qildi, yo'qolmasa hisobga olmaydi yoki arizangizni kirim qilmaydi. Bu yozib berasiz, kirim qilmaydi. Siz qoldirib ketgansiz, dejurkaga u kirim qilgan. Lekin sizda odatda bunday ishlaydi ular hozir. Borsangiz, dejurkaga borsangiz, ular birdan dejurka arizani olmaydi-da. Dejurka navbatchilik qismi. Navbatchilik qismi olmaydi-da. Aka deydi, mana bu jinoyat qidiruvga boring deydi, rozыскаga kiring deydi. Ular jinoyat qidiruvga kirsangiz, bitta xodim chiqadi-da, uchrashadi, nima bo'ldi, telefon yo'qoldi. Bo'ldi deydi. Iloji boricha ariza olmaslikka harakat qiladi-da, sizni topib beramiz deydi, topamiz deydi. Shoshmay turing, 2 kun indamay turing, men topib beraman deydi, ariza yozmay turing deydi. Lekin siz 102 ga chiqsangiz yo portalga chiqsangiz unday qila olmaydi. To'g'ri, 102 to'g'ridan to'g'ri tushadi, uni imkoni yo'q-da, registratsiya qilmasdan. O'zi zapis qilinadi, yozib yuboriladi. Fuqarolarga Keyin 10.07 da ham xuddi shunday. 10.00 ham portal ham xuddi shunday. Uni yoshira olmaydi. Uni iloji yo'q hisobga qo'yadi. Tushundingizmi? Arizani ham kirim qilmasdan imkoni yo'q-da. Shuning uchun ichki ishlarga to'g'ri borgandan ko'ra o'sha 102 ga telefon yoki pochtadan jo'natib yuborgan yaxshiroq. Ariza yozasizda, maildan pochtadan jo'natib yuborasiz. Endi ko'proq eskiroq, hozir bizda unchalik yaxshi ishlamaydi, kechroq boradi. Undan ko'ra eng osoni shu telefon qilishda. 102 ga telefon 102 yoki 10.00 tezroq boradi, keyin kirim qilinadi. 100% kirim bo'ladi arizalar. Qarang, shunday ma'lumotlarni bilasiz. Chunki hozir mana nazariya bilan amaliyot. Men nazariy jihatdan o'rganganman. Amaliyotda deyarli o'zim ishlamagan, mana amaliyotda ishlagan, ichida ko'rgan, shunda o'rgangan. Hozir student talabalar bo'lsa aytish mumkin-da. Qanaqa nima farqi bor deb. Ana praktikada baribir amaliyotda tez o'rganasiz. Tergovchini praktik, amaliy jihatdan imkoniyati yo'q bitta o'g'irlik arizani orqasidan yurishga. Chunki o'g'irlik ariza juda ko'p bo'ladi-da. Men telefonim o'g'irlandi yoki yo'qoldi yoki beligim o'g'irlab ketdi yo mashinam yo bu narsa. Bunaqa juda ko'p-da. Uni har bittasi bilan tergovchi shaxsan shundan olmaydi. Tergovchining qo'lida ichki ishlarda 30 ta 40 ta jinoyat ishi bo'ladi. Prokuraturada 7 ta, 10 ta, 15 ta maksimum. Bu boshib ketsa 20 ta bo'ladi, misol uchun bitta tumanda tergovchi bo'lib, voqea bo'ladi, narsa ko'p bo'lsa, jinoyatchi ko'p bo'lib ketishi mumkin, 10 tadan 20 tagacha. Lekin militsiyada, ichki ishlarda 30 talab jinoyat ishi bo'ladi-da bitta tergovchida. Chunki mayda jinoyatlar ham, mayda jinoyatlar kichikroq hajmi, lekin barcha jinoyatchi ish talab qiladi. U ham odam so'roq qilish kerak, qaror qabul qilish. Shuning uchun har bitta yoki o'g'irlik bilan ular shug'ullana olmaydi. Jinoyat qidiruv shug'ullanadi. Birinchi tergov qadar tekshiruv. Ular
tushuntirish xati oladi, dalillarni yig'adi, borib o'rganadi, jinoyatchini topadi, imkoni boricha topadi. Ular lekin misol uchun topib bo'lmaydigan chiqayotda kamera hech narsa yo'q, bitta qishloqda telefon tushirib qo'ysa, birov o'g'irlab ketdi deb ham ariza yozib keladi-da. Odamlar ham bir xillari biladi-da shu narsani. Yo'qotib qo'ydim demaydi-da, suvga tushiraversa, o'zi ko'rdi, suvga tushiraverdi. Yo'q, telefonimni o'g'irlab ketdi deydi. Bozorda edim, cho'ntagimdan o'g'irlab ketdi desa, bozorda kamera bo'lmasligi mumkin. Hech qayerda uni ko'rmaydi, cho'ntagimdan kesib ketdi desa, keyin qiyinda uni topish. Chunki tagi asli bo'lmagan voqea bo'lishi mumkin. Yoki haqiqatan bo'lgan bo'lsa ham bozorda o'g'irlab ketdi yoki ko'chada guvoh yo'q, o'g'irlab ketdi desa topish qiyinda. kamera yo'q. O'shanaqa holatlarda ular o'sha imkoni boricha harakat qiladi. O'sha jinoyatni hisobga qo'yishdan oldin hal qilishdi. Borib topib berishdi, yo bo'lmasam qandaydir qilib rozi qilishdi. Iloji bo'lsa shu telefon arzonroq bo'lsa telefonni olib berib ham dunyodan bo'lsa ham olib berib ham rozi qilishni harakatini qiladi-da. Endi bu narsa noto'g'ri. Bunday qilish noto'g'ri, o'zi qonuniy jihatdan noqonuniy narsa-da. Lekin endi o'shanga majbur-da. Shu tomonlari qiyin endi jinoyat qidiruv. Xullas, mana shunday qiziq voqealar ham bo'lganda juda. Ha, endi Urganda bo'lgandan keyin har xil odam bilan muloqotda bo'lasiz. Juda har xil qiziqarli voqealar bo'ladi. Endi shu o'rinda savol tug'ildi. Mana hozir bizni kuzatib turgan oddiy xalqimiz uchun, oddiy fuqarolarda qanaqadir muammolar bo'lsa, ularni organga qaysi organlarga birinchi o'rinda aloqaga chiqish kerak? Ularning muammolari qanday hal qilinadi? Chunki so'ramoqchi bo'lganim background aytmoqchi bo'lganim, mana biz Toshkent davlat yuridik universitetida o'qib yurgan vaqtimizda bepul yuridik maslahat bo'limi bo'lardi, yuridik klinika deyardi. Eng zo'r narsa o'sha edi. O'sha yerda o'tirib biz fuqarolarga bepul yuridik maslahat berardik. Endi hozir tumanlarda, boshqa joylarda odamlarda yuridik maslahatga muhtojlik tug'ilsa, ularga qayerga murojaat qilish kerak? Qanday ularning muammosi hal qilinadi? Birinchi o'zi umuman murojaat haqida birinchi ekstrenniy, ya'ni kechiktirib bo'lmaydigan holatdagi murojaatlar borki, misol uchun uyda bir holat bo'ldi, endi hech kim bilan bo'lmasin. Misol uchun uyda o'g'irlik bo'ldi yoki biror jinoyat bo'ldi, bir jinoyatga guvoh bo'ldingiz yoki siz bilan bo'ldi, umuman qandaydir jinoyat bo'ldi, ekstrenniy bo'lsa, o'sha birinchi o'rinda 102 eng tezi. Chunki 102 o'sha viloyatlardan tuman shaharlarga bo'lingan. O'sha 102 qilsangiz o'z tumaningizdagiga tushadi. Keyin ular darrov o'sha tezkor guruhga xabar berib chiqib keladi-da. Keyin umumiy murojaatlar bo'lsa, o'sha 10:00, 10:07 bor. Keyin o'sha hozir tashkilotlar o'zini murojaatlari bor, portal deydi. Qabulxonalar, xalq qabulxonalari bor. Keyin yana endi ular biroz vaqt oladi. Misol uchun berganingizdan keyin 10:00 bu respublika miqyosidagi murojaatlar-da. Respublikaga tushadi, keyin respublikadan viloyatga jo'natadi, tegishliligi bo'yicha viloyat uni tuman shaharga jo'natadi. O'shani hisobiga vaqt oladi. Bu uzoq muammoli umumiy muammolar, misol uchun mahallada asfalt qilish kerak yoki svet ko'p o'chyapti. Masalan, yoki siz qarz olgan bir kishi murojaat qilgansiz ichki ishlarga, lekin chora ko'rmayapti. Misol uchun yoki sudga murojaat qilgansiz, sud qaroridan norozisiz. Uzoq vaqt talab qiladigan, misol uchun oliy sudga chiqishingiz mumkin. Keyin oliy sud viloyatga tushiradi yoki sud ko'rgan bo'lsa, oliy sudga to'g'ridan-to'g'ri oliy sudga boradi. Yoki portal bor, Gov.uz, o'sha to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin onlayn. Veb-saytiga kirasiz, pasport bilan telefon nomeri kerak bo'ladi. Pasport seriyangiz bilan to'lgan yilni kiritganingizdan keyin avtomatik siz daniylar chiqib keladi bu yoqda. Keyin telefon raqam kiritasiz, o'sha telefon raqami bilan ular bog'lanishi mumkin yoki bog'lanish uchun hamda kod keladi, o'sha telefon raqamida kod jo'natadi, o'shani tasdiqlash kodi, keyin kiritib arizani mazmunini kiritasiz, u ham ichida tanlasangiz bo'ladi. Hamma vazirlik, tegishli organlar bor ichida yoki faqat 10:00 ga to'g'ridan-to'g'ri prezident qabulxonasiga murojaat, unga jo'natsangiz, u keyin tegishlilik bo'yicha jo'natadi. Endi u juda chuqurlashib ketyapmiz. Endi umuman olganda, mana xalqni nomidan so'rayman, oddiy xalq sifatida, mana siz prokuratura xodimi sifatida, oddiy xalq bo'lsam, u ko'pchilikda bilaman, organlarga nisbatan qandaydir ishonch yo'qda, uni muammosi hal bo'lmaydi degan darajada. Siz ishonasizmi, o'sha qaysidir fuqaroda muammo bo'lsa,
siz prokuraturagami, ichki ishlargami murojaat qiladigan bo'lsa, ularni murojaati vaqtida ko'rib chiqilib, qanaqadir adolatli hukm o'qiladi. O'sha qanaqadir ishonchni uyg'otish kerakmi deyman. Siz xodim sifatida qanday ularga nima degan bo'lardingiz, ularni ishontirish uchun demoqchiman. Yo'q, endi tushundim siz savolingizni. Qarang, misol uchun birinchi yuridik klinikadan to'xtalaylik bo'lmasa, mana bironta muammosi bor, lekin qayerga murojaat qilish bilmayapti. O'sha hamma holatda prokuraturaga murojaat qilish mumkin. Chunki prokuraturada hamma har qanday tashkilotni ustidan nazorat bor. Davlat tashkilotlari, korxona, muassasalar ustidan tegishli bo'limlari bor-da, nazorat qiladigan. Misol uchun shifoxonadan murojaati bo'lsa, shifokordan norozi yoki tibbiy xizmatdan norozi bo'lsa, prokuraturaga borsa, prokuraturada qonunchilik ijrosidan nazorat bo'limi bor, ular nazorat qiladi. Iqtisodiy, ijtimoiy bo'linganda, iqtisodiy qonunchilik ijrosidan nazorat, ijtimoiy qonunchilik o'sha umuman borib prokurorga, misol uchun tuman prokuroriga yoki prokuratura qabulxonasiga murojaat qilsa, o'sha yerda hamochnik, tergovchi yoki xodimlar darhol murojaatini qabul qilib yoki unga yuridik maslahat berishi mumkin. Endi shu yerda to'xtang, sekin shoshmasdan xalqning nomidan hozir sizdan so'rab ketyapman. Xo'sh, demak, yuridik demak hal qilgan muammo bo'yicha prokuraturaga murojaat qilishi mumkin. Qayerga borishni bilmasangiz ham ichki ishlarga tegishli boshqami, nima sudmi boshqa, hokimiyat ustidan yoki korxona ustidan. Prokuraturada mana hamma soha bilan hamma sohani mana prokuraturaning o'z vazifasi qonunlarni aniq va bir xilda bajarish bilan nazorat. Har qanday soha borki, qonun bilan nazorat qilinadi, tartib solinadi. Qonun yoki qonun asosiy hujjatlari bilan, konstitutsiyadan boshlab o'sha eng quyi normativ hujjatgacha, misol uchun nizom, ustavgacha, misol qonun umumiy ma'noda qonun deb qarasak, shularni aniq va bir xil bajarish bilan nazorat qiladi. Shuning uchun uni amalga oshirish mexanizmi prokuraturada tarkibida bo'limlari bor. Viloyatlarda bo'limlar, tumanlarda o'sha bo'limlarni bo'yicha yo'nalishlar bor. Yo'nalishlar bo'yicha xodimlar biriktiriladi. Misol uchun 5 ta yordamchi bo'lsa, o'sha 5 ta yordamchi bittasiga ijtimoiy, iqtisodiy, qonunchilik ijrosidan nazorat yo'nalishi biriktirilgan. Bitta xodimga sud nazorati. Sud deganda sud yo'nalishida unda fuqarolik sudi bor, jinoyat sudi bor, ma'muriy sud bor, iqtisodiy sud bor. Hamma sudda o'sha borib qatnashadi. Ya'ni misol uchun sudga oid bironta shikoyat bo'lsa, misol uchun bironta sud qaroridan norozi bo'lsa, o'shanda prokuraturani misol uchun vakolati bor nima kiritishga. Fuqaroni manfaatida da'vo ariza kiritishga yoki protest kiritishga vakolati bor-da. Misol uchun o'sha sud yo'nalishi bo'yicha ham murojaat qilsa, sud qarorini bekor qila olmaydi. Lekin protest kiritib berish mumkin yoki da'vo ariza kiritish mumkin yoki yuqori turuvchi sudga murojaat qilishi mumkin fuqaroni manfaatida. Yo bo'lmasam kamida tushuntirish berish mumkin. Siz sudingizda mana bunday qaror qabul qilibdi, siz endi mana shu hujjat, mana shu hujjatlarni to'plab viloyat sudiga murojaat qilishingiz mumkin yoki oliy sudga murojaat qilishingiz mumkin degan tushuntirish berish mumkin-da kamida. Lekin sud yo'nalishi bo'yicha tushunarli. Hamma yo'nalish bo'yicha bor. Endi ikkita savol keldi shu o'rinda. Birinchi ikkinchisini beraman, keyin ketma-ket javob bersangiz bo'ladi. Birinchi savol, demak, prokuraturada, mana oddiy xalq sifatida odamlarda prokuraturadan qo'rquv bor-da, qo'rqadi. Prokuraturaga murojaat qilsa u odam, prokuraturaga borsa, prokuraturadagi xodimlar uni arizasini eshitmasdan qaytarib yuborish huquqi bormi? Yo'q. Borsangiz, yo'q, bor, men bu tashkilot ustidan ariza qilmoqchisiz yoki hokimiyatdan norozisiz, bordingiz, prokuraturadagilar aytayapti, yo'q, bor, biz hal qilmaymiz yoki boshqa joyga bor deyishi mumkinmi? Bu bir. Ikkinchisi, xo'p, mana shunaqa holatlarda prokuraturani ustidan kimdir norozi bo'lsa, prokuraturada o'sha yordamchisimi, prokurorni qanaqadir qilgan ishidan norozi bo'lgan odam kimga murojaat qilishi kerak? Yaxshi savol berdingiz. Qarang, amaliyotda shunday. Borganda, misol uchun, ish uchrab turadi-da, boradi, o'sha xodim oladida, yo siz deydi bu yoqqa boring, bu yoqqa boring. Aslida unday qilishga haqqi yo'q. Misol uchun murojaat qilib kelsa, murojaatni qabul qilish kerak. Og'zaki yoki yozma. Agar yozma ariza bilan yozib borsa, qabul qilib kirim qilish kerak-da, lekin haqiqatan o'sha murojaat boshqa tashkilotga tegishli bo'lsa, tegishlilik bo'yicha jo'natishi mumkin. Bu ham prokuror imzosi bilan mana shu yoki nazoratga olib jo'natish mumkin. Misol uchun mana shu fuqaro shu harakatdan norozi. 10 kun muddatda murojaatini fuqaro bilan ishlab, murojaatini o'rganib chiqib, hal qilib,
10 kun ichida prokuror tuman prokuraturasiga axborot berishingizni so'rayman deb nazoratga olib jo'natishi mumkin. Yoki shunchaki mana shu fuqaro shuni murojaati sizga qabul qilib qonuniy hal qilish uchun yuborilmoqda, mazmunan ko'rib chiqish uchun yuborilmoqda deb yuborishi mumkin. Demak, fuqaroni qaytarib yuborishga huquqi yo'q. Huquqi yo'q. Qabul qilish kerak. Har qanday holatda qabul qilib eshitish lekin kerak. tushuntirish degan narsa bor-da. Misol uchun unga mana sizni murojaatingiz, misol uchun mana deylik sudga tegishli. Mana keldi, men mana bu odamdan qarz berganman. Mana menga keldi, tilxat yozib bergan, qarz berganman deb yozib berdi. Misol uchun keldi. Bu odamni chaqirsa ham prokuratura hatto qarz berganman, to'g'ri, qarz olganman, qachon pulim bo'lsa beraman deyish mumkin. Misol uchun men prokuror bo'lsam ham, "Yo'q, hozir berasan" deb puli yo'q odamni undira olishga haqqim yo'q-ku. Tushundim. Imkoniyatim yo'q-ku jismoniy. Keyin nima qiladi? Men tushuntirish beraman. Aka, bu murojaatingiz, mana siz ham qarz bergansiz, u ham qarz deb olgan. Bu fuqarolik tartibida agar notariusdan tasdiqlangan bo'lsa, notariusda muammo yo'q. Notarius o'zi ijro varaqa berishga haqli-da. Notarial tartibda rasmiylashtirilgan qarz shartnomasiga notarius o'zi ijro yig'imi undiradi-da, notarial yig'im bor, 10% o'sha qarz summasidan kelib chiqib, misol uchun 100 million so'm qarz bo'lgan bo'lsa, 10 million so'm to'latadi sizga, lekin ana chiqaz beradi. Demak, sudga borib o'tirishdan sudga borib o'tirishmas. Sud buyrug'i chiqarmaydi-da, notariusda ijro buyrug'i chiqaradi. Bu to'g'ridan-to'g'ri ijro varaqa, majburiy ijro byurosiga boradi, majburiy ijro keyin sizdan undirib beradi. Agar notariusda tasdiqlanmagan tilxat bo'lsa, uni faqat fuqarolik sudi ijro buyrug'i chiqaradi. Uning uchun sud ko'rib chiqadi ishni mazmunan. Mazmunan degani uni eshitadi sizni birinchi ijro arizachini. Narigi tomon da'vogar javobgar bo'ladi-da, da'vogarni eshitadi. Keyin u hisoblayotgan javobgar, o'sha tilxat yozib bergan odam, qarz olgan odamni eshitadi-da, haqiqatan olganman, mana shu imzo meniki yoki u meniki emas, men pul olmaganman, tilxat soxta deyish ham mumkin-da. O'shaning uchun ikki tomonni eshitadi-da, keyin sud qaror chiqaradi, buyruq chiqaradi. O'sha hal qiluv qarori chiqaradi. Misol uchun haqiqatan buni haqqi bo'lgan, bu bo'ldi, tushuntirish bo'ldi. Keyin qaror chiqarib ijroga qarata ijro undirib. Shu narsani prokuratura misol uchun kelganida ishda kamroq vaqt ketish uchun, sarflash uchun tushuntirish mumkin. Aka, mana sizni arizangiz tilxat bu, fuqarolik tartibida ko'riladigan. Hozir men sizga olib qolaman arizangizni, men nima qilaman? Olaman-da sudga jo'nataman, yo'q bo'lmasa sizga javob xati beraman. Yozma javob xati beraman prokurorning imzosi bilan. Ushbu tilxat munosabatlari, fuqarolik munosabatlari, qarz shartnomasi bu fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Buni olib siz fuqarolik tartibida sudga murojaat qiling deb javob xati beraman. Xohlasangiz kutib tursangiz hozir ham yozib beraman, lekin men shu narsani og'zaki aytyapman sizga. Shuni olingda tilxat bilan, mana da'vo arizasi, men nima qilardim? Hozir men o'zim o'zimni qilgan ishimni aytib beraman. Jo'natib yuboradi. Keyin ular borib sudga boradi. Xuddi siz aytgan narsangizni mana men faqat chiroyliroq qilib tushuntiryapman. Mana keldi, siz jo'natish haqqi bormi deyapsiz sizga. Uni tushuntirishi mumkin. Tushuntirib beradi. Lekin u odam men xohlamayman sudga borishni. Men arizamni qabul qildi, men xohlayman sendan javob olishni. Men prokuraturaga keldim. Men prokuraturadan javob olishni xohlayman desa, bo'ldi, aka, sizning huquqingiz. Murojaat qoldirasizmi? Og'zaki bo'lsa men o'zim yozib olaman-da, bayonnoma qilaman-da, fuqaroning og'zaki murojaatini qabul qilish bayonnomasi. Fuqaro shu tilxat olganligini, shuncha bermayotganligini bildirdi deyman-da, imzo sanab qo'yaman-da, cheslonni qo'yaman-da, qo'l qo'ying deyman, o'zim qo'l qo'yaman, qo'l qo'ymayman desa, qo'l qo'ymaydi. Bayonnoma qilaman, o'sha bayonnoma asosida men kirim qilaman. Keyin olib borib beraman kanselyariyaga, ular murojaatni kirim qiladi, og'zaki murojaatda. Keyin prokuror kimgadir chiqaradi, misol uchun menga yoki boshqa xodimga. Ular oladi-da, siz murojaatingiz tegishligi bo'yicha mana sudga tegishli ekan, bu fuqarolik tartibidagi nizo, fuqarolik sudiga kodeksni oladi, mana shu qonunga ko'ra qarz shartnomasi fuqarolik huquqiy nizo hisoblanadi. Mana shu kodeks FPKning mana shu moddasiga ko'ra fuqarolik sudlari ko'rib chiqiladigan ish bu taalluqligi bo'yicha deydi-da. Fuqarolik tartibida sudga murojaat qilishingiz tushuntiriladi deb sudga javob xati beradi, fuqaroga javob xati beradi. Va bitta nusxasini arizani sudga jo'natib yuboradi. Yoki javob xati bermasdan sudga jo'natib, sizning murojaatingiz tegishligi bo'yicha sudga jo'natildi deb javob xati beradi masalan. Endi sud qaror qabul qiladi baribir. Sud qaror. Bu endi qarz shartnomasi bo'yicha. Endi har xil bo'lishi mumkin. Misol. Endi men nima qilardim? Men fuqaroga oson bo'lish uchun men shablon qilib olgan edim. Shablon qanday? Eng ko'p uchraydigan shartnoma qarzda eng ko'p ishlaydigan munosabat. Keyin ular o'shandan norozi bo'lib kelardi menga. Militsiyaga boradi, ichki ishlar jinoyat ishi qo'zg'ash rad qilinsin deydi, qaror qabul qiladi-da, mana javob xati deydi. Jinoyat tarkibi yo'q bu harakatda, bu o'zaro fuqarolik munosabatlari.
Endi har bitta qarz olgan odamni agar javobgar qilsangiz, O'zbekiston yarim aholisi javobgar bo'lishi kerak-da. Bunday bo'rttirib aytganda. Juda yarim bo'lmasa ham, misol qarz shartnomasi oddiy ko'p uchraydiganda, bu hamma javobgar qilib bo'lmaydi-da buni. Bu noto'g'ri ham-da javobgar qilish. Shuning uchun sudga murojaat qil deb beradi. Nima ham jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilinsin, sudga murojaat qil deb javob beradi. O'shandan keyin ular norozi bo'lib keladi prokuraturaga. Menga kelganda men shablon qilib olgan edim. Qarz shartnomasi bo'yicha shablon turadi kompyuterimda. Shablon nimada? Men, ism familiyasi, da'vogar, u sudga da'vo arizasi shablonida. Men uni nomidan sudga da'vo arizasini to'ldirib beraman. U o'zi borib yozib o'tirmasdan o'shanga anons yetmaydi. Advokatga borsang, xuddi shu narsani yozib beradi-da, faqat advokat pul oladi. Shunday ha. Ular o'sha narsaga men qachon sudga boraman, 6 oy cho'ziladi, qachon olaman deydi-da, lekin hech narsa olmagandan ko'ra sudga berib olgan yaxshi-ki qonuniy. Shunday ha, albatta. Hozir siz yursangiz deyman, mana 6 oy, 1 yil o'tadi, siz 1 yildan keyin ham qatnay yurgan bo'lasiz prokuraturaga yoki ichki ishlarga. Men noroziman, men undirib bermayapti, 1 yil bo'ldi, 3 yil bo'ldi. Chunki mana 3 yil oldingi odam hali ham undirmagan. Nimaga? Chunki bunga tushuntirilgan o'sha vaqt sudga berdim, sudga bermagan, lekin davom muddati bor. 3 yillik davom muddatini o'tkazib qo'ysangiz, sudga ham keyin bera olmaysiz. Shunday. Deymanda, da'vo ariza yozib beraman. Shablon turadi, ism familiyasini o'zgartiraman, summasini o'zgartiraman, adresini o'zgartiramanda, bo'lmasa shablon ochiq qoldirilgan bo'ladi. Qog'ozga chiqarib, qabulxonaga o'tirsam, qog'ozga chiqarib qo'yaman-da. Shunday qo'yaman oldiga, mana tumanni qo'yadi, fuqarolar ishi bo'yicha tuman sudiga deb ariza, da'vo arizasi, da'vogar ism familiyasini yozadi, summani yozadi, bergan sanasini qo'yadi, kimga berganini yozadi, da'vogarning ism familiyasini yozadi. Keyin tagiga ilova deganmanda hujjatlar berish kerak bo'lgan hujjatlar qo'yganman. Pasport kopiya, uniki bo'lsa uniki, arizasi, da'vo arizaga ilova til xati, agar til xati bo'lsa. Keyin yana nima hujjat bo'lishi mumkin? Yoki shuni tasdiqlaydigan video bor, yo ovozini yozganman, disketga bo'lsa ilova qilib fleshka yoki CD disk deb qo'shib berish mumkin. O'sha ilova deb qo'yganman. U xullas shablon o'zgaraveradi. Xohlaganga o'zgartira olish mumkin-da. Tushunarli. Agar xonamda bo'lsa yozib beraman. Da'vo ariza namuna yozib beraman. Ketdi. Ko'pchilikda ishi shu bilan hal bo'ladi. Boradida, o'shani misol uchun o'zini hurmat qilgan odam, sal-pal tushungan odam o zo'r bo'ldi deydi-da. Shunday da'vo arizani to'ldiradi, olib borib sudga beradi. Keyin sud ko'rib chiqib o'sha narsani, sud olgandan keyin majbur uni ishni ko'rishga tayinlaydi, mazmunan ko'rib chiqadi, uni chaqiradi, eshitadi-da, keyin oxirida qaror chiqarib beradi. Qaror chiqargandan keyin ijroga o'tadi. Ijroga o'tgandan keyin boyagi mol mulki bo'lsa, to'lamasa, mol mulkiga qaratgandan keyin to'laydi. To'lamasa, uydan kelib televizorini yoki majbur ijroga nimadirni olib ketadi. O'shandan keyin odamlar uyalgandan ham to'laydi-da. Umuman hech narsa to'lanmagandan ko'ra sudga bersa, o'sha nimadir undirishga imkoniyati bo'ladi-da. Sudga murojaat qilish ko'proq bo'ladi. Qarz bo'yicha. Endi boshqa holat, endi ikkinchi savolingiz, prokuraturaning ustidan norozi bo'lsa, prokuraturaning ustidan tuman shahar prokuraturalari ustidan, endi biz hozir eng quyida gaplashamiz. Tumanda, uzoq tumanda gaplashamiz. O'sha hamma tumanda prokuratura bor. O'shani xodimlar norozi bo'lsa, yuqori turuvchi hamma viloyatda viloyat prokuraturasi bor. Hech qanday istisno yo'q. 12 ta viloyatda, Qoraqalpog'istonda, Toshkent shahrida viloyat va unga tenglashtirilgan Toshkent shahar prokuraturasi, Qoraqalpog'istonda Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi, tumanlarda tuman shahar prokuraturalari bor. Yuqori turuvchi prokuratura uni nazorat qiladi. Xullas, yuqori turuvchi prokuraturaga murojaat qiladi. Agar viloyat harakatdan norozi bo'lsa, viloyat yoki Toshkent shahardan respublika prokuraturasi, bosh prokuraturaga murojaat qiladi. Juda ham yaxshi javob bo'ldi. Mana agar kimgadir mana shu ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta o'z huquqini bilgan odam yaxshi baribir. Yana o'shanga qisqacha jinoyat sodir qilsa prokuratura xodimi, endi hamma kim jinoyatdan kafolatlanmagan, hamma jinoyat sodir qilishi mumkin. Prosta qo'shimcha ma'lumot aytib o'taman. Faqat prokuratura to'g'risidagi qonunga ko'ra prokuratura organlari xodimlarini faqat prokuratura organlari tergov qila oladi. Keyin undan tashqari xodimlarni tergovi ham umuman XMQ davlat organlari xodimlarini, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini ham sodir etgan jinoyatini prokuratura tergov qiladi. Ichki ishlar xodimi jinoyat sodir qilsa, oddiy avtoavariya sodir qilsa ham prokuratura organlari tergov qiladi. Tushunarli bo'ldi. Rahmat javoblar uchun. Agar kimdadir muammo bo'lsa, keyin o'sha huquqiy maslahat bo'yicha bir eshitganim, sizdan tasdiqlab olmoqchiman. O'sha hozirgi kunda tuman, shahar adliya boshqarmalarida yuridik maslahatlar ochilgan, bepul fuqarolarga bepul maslahat beradi degan eshitgan edim. To'g'ri, men ham eshitdim, boya esimdan chiqdi. Shu ham bor. Adliya vazirliklarining tuman shahar adliya bo'limlari bor. Tuman shahar adliya bo'limlarida o'sha yuridik maslahat bor. Ular ham maslahat beradi. Ular ham xuddi
hamma soha bo'yicha endi adliya bo'lgani uchun qonunchilik baza ularda, Lexus huquqiy bazasi adliyaga qaraydi. Hamma qonunchilik bazasi ularda, adliyani o'zida tarkibida xuddi shunday hamma davlat organlari bilan ishlaydigan bo'limlari bor, lekin xodimlari nisbatan kamroqda. Tumanda misol uchun bitta adliya bo'lim boshlig'i bilan bitta mutaxassis bo'lishi mumkin yoki bitta bo'lim boshlig'ining o'zi bo'lishi mumkin yoki ikkita yoki uchta bo'lishi mumkin. Ularda ham vaqt bilan bog'liq chegaralar bor. Keyin ular misol 9 dan 6 gacha bo'lishi mumkin. O'sha tomonlarni hisobga olsa, lekin ularda ham bor. Ular huquqiy bo'lim, yuridik yordami ham bor, yordam beradi. Lekin prokuraturani umuman huquq-qonun bitta yaxshi tomoni, siz qayerga vaqtda borsangiz ham, shanba, yakshanba bo'lsa ham qabul qiladi-da. U yerda odam bo'ladi har doim. Navbatchi hech bo'lmasa navbatchi prokuror bo'ladi. 9 dan 6 gacha demaysiz-da. O'zi ish vaqti 9 dan 6 gacha, dushanbadan jumagacha, lekin rahmat shu XMQ xodimlariga. Prokuratura ham, ichki ishlar ham, xavfsizlik ham, Milliy gvardiya ham kerak bo'lsa 9 dan 12-1gacha ham bo'ladi-da ishxonada. Borsangiz 11 da ham, juda ko'p ham ishxonasida bo'ladi-da. Bu to'g'ri. Bunga shu kecha soat 8 o'zim ham guvoh bo'lganman, buni tasdiqlashim mumkin. XMQni huquqni muhofaza qiluvchi organlari to'liq. Demak, mana shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, shu fuqarolarga huquqiy bilim bo'yicha, ya'ni biz o'sha yuridik universitetda o'qib yurgan vaqtimizda ham yuridik klinikada bepul huquqiy maslahatlar berganmiz va mana shu narsa menda orzu bor edi. Qani endi mana shu narsa viloyatlarda ham, tumanlarda ham hammada bo'lsa imkoniyat, hammada o'sha bepul huquqiy maslahat olish imkoniyati bo'lsa deb orzu qilardim. Tumanlarda ham adliya boshqarmalari ochilibdi. Shunga qo'shimcha ravishda o'sha ilova qilgan edim. Ko'pchilik foydalandi, kimlargadir yoqdi, kimlargadir yoqmadi. Yana ham takomillashtiruvchi ustida ishlayapman. Huquqshunos AI mobil ilovasini yaratgan edim. U ilova xuddi katta LLM deydi, large language modellarga ulangan. Ya'ni O'zbekiston huquqiga oid ma'lumotlar uni bazasida bordi. Siz undan huquqiy maslahatlar so'rashingiz mumkin, to'g'ridan-to'g'ri. O'sha qaysi yo'nalishda yoki mana bunaqa ariza qanday yoziladi, men bu vaziyatda qaysi davlat organiga murojaat qilishim kerak degan savollaringizni bersangiz, o'sha qonunlar bazasidan kelib chiqib, u sizga huquqiy maslahat beradi. Bu ham bitta o'sha fuqarolarga yordam berish yo'li. Chunki huquqni o'zini, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi-da. Shuning uchun hamma huquqni bilish, hamma o'zini huquqini ham bilish kerak, qonunlarni ham bilish kerak. Chunki qonunlarda o'sha siz aytganimizdek, o'sha javobgarlikdan ozod bo'lmaysiz, bilmaslik. Javobgarlikdan o'rgangani yaxshi. Har bir odam konstitutsiyani minimum darajada bilish kerak, o'z huquqlarini bilish kerak. U yerdagi moddalar umumiy o'sha diniy erkinlik yoki ilm olish erkinliklari, hamma huquqlarini bilsa, undan keyingi o'sha qo'shimcha ma'lumotlarni o'sha huquqshunos haqida gapirayotganim, demak, o'shandan foydalanaman. Fuqarolarimiz, do'stlarimiz o'z huquqlarini yoki qonunchilik haqidagi ma'lumotlarni olishlari mumkin. Yana qanday, yana fuqarolarga, ya'ni siz prokuraturada ishlagan xodim sifatida yana xodimlarga, ya'ni oddiy fuqarolarga nima degan bo'lardingiz yana yakunlovchi? Endi yakunlovchi sifatida haq-huquqlarini bilishlarini va murojaat qilishdan tortinmaslik. Va bitta narsa borda, faqat bizda kechagina bitta video chiqdi, aytmoqchi. Shu haqida shuni qo'yib gapirsam yaxshi bo'ladi. Bizda ko'proq muammoni, misol uchun biror bir holat bo'lsa, samasud deydi, o'zi hal qilish. Davlat organlariga murojaat qilib emas, o'z bilarmonlik bilan hal qilish. Bu oxir-oqibat boshqa bir jinoyat sodir etilishga olib keladi-da. Kecha bitta holat bo'libdi, siz ham ko'rdingizmi yo'qmi? Hamma joyda aylandi. Telegramda ham, Instagramda ham, Twitterda ko'rdim, X'da. Xullas, bir taksi chaqiryapti bitta opa, yonida yosh bolasi bor. Bittami, ikkita yosh bolasi bor, qo'lida bitta, oldida bitta, ikkita yosh bolasi bilan Yandex taksi chaqirgan, bitta yigit kelgan. Keyin taksida ketayotgan vaqtda boyagi yosh bolasi mashinani nimasiga, sidenasiga tepib ketyapti. Tepib ketyapti oyog'i bilan. Keyin bu taksist ogohlantiryapti, opa tepmasin debdi-da. Keyin pulingni to'ladim-ku, zaps qilib olgan, zapslar bilan chiqdi boyagi taksist yozib olgan, video qilib. Pulingni to'ladim-ku, yurasan deyapti. Keyin to'xtab olyapti bir joyda. Yo'q, men yurmayman, hech qayerga bormayman. Tushib keting mashinamdan. Men olib ketmayman sizlarni. Keyin yo'q, men hech qayerga ketmayman, hozir ukam kelsin, hal qiladi, sen gapingga javob berasan deyapti-da. Shu yerda endi video uzilgan, keyin ukalari kelyapti, uni
ukasi bitta bloger ekan, video olar ekanmi. Xullas ukasi yana bir kishi, ikki kishimi kelyapti-da, boyagi taksistni urib tashlayapti. Keyin yana video davom etyapti. Videoda keyin so'kyapti. Opa so'kyapti, san deyapti, mani nima qilaman deb aytdi. Haqorat qilyapti. San meni haqorat qilding. San meni zo'rlamoqchi bo'lding, nomusimga tegmoqchi bo'lding, yosh bolamni ham urmoqchi bo'lding. Qarang, deyapti-da. tuhmat qilganda. Tuhmat qilyapti. Buni endi videosi bor, boyagi mashinada o'tirgan videoga olgan. Keyin xullas u 102 ga telefon qilyapti, boyagi taksist chaqiryapti ichki ishlarni. Ular keyin kelyapti, boyagi ukasi uni urib tashlayapti, больницаga o'tyapti. Keyin bugun nima bo'ldi? Xullas oxiri 2-3 kundan beri davom etayotgandi. U keyin video chiqdi, boyagi ikkita yigit o'zi yaqinda 277 bezorilik bilan 3 yil qamoqqa o'tirib chiqqan ekan, sudlangan ekan o'sha ukasi, opani. Keyin u aytayaptiki, men o'zi sudlanganman, iltimos to'g'ri tushuninglar, xalqim yordam beringlar menga. Men borib urib qo'ydim, lekin uni o'zi ham haqorat qilgan, nomusimga tegaman degan, unday degan, bunday degan. Men kechirim so'rayman, kechiringlar deb video qilib chiqdi. Uni sherigi ikkinchisi, men chiqqandan kech bordim, men borganimda o'zi urgan edi. Men urmadim, aralashmadim deyapti ikkinchi bloger ekan u ham. Keyin xullas ikkalasiga nisbatan 277 bilan jinoyat ishi qo'zg'atib qamoqqa olibdi, ikkalasini ham ichki ishlar. Opasiga nisbatan tuhmat bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi 139-modda bilan, ikkinchi qismi bilan. Boyagi yigit shifoxonada endi unchalik og'ir shikast yetmagan, lekin aytmoqchi bo'lganim xuddi shunday, misol uchun bildingizmi, sizga nisbatan nimadir nohaq bo'lyaptimi? Opani o'rnida bo'lsangiz ham yo siz haq hisoblaysiz o'zingizni. Men haqman, men pul to'ladim, mana borib qo'yish kerak deb hisoblayapsizmi? Lekin to'xtadi, olib bormayaptimi? Murojaat qiling. Telefon qiling, Yandex Supportga qiling, 102 ga qiling, ichkilarga yo prokuraturaga telefon qiling. Umuman haq ukangizga telefon qilmang. Lekin ukangizga telefon qilib uni javob berasan deb. U ham hozir ukasi ham muammo bo'ldi. Hozir ukasi ham endi ketdi, qamaladi. Yana 270. Chunki sudlanib chiqqan, muqaddam sudlangan, qamalgan. Endi og'irroq jazo. Jinoyatni og'irlashtiruvchi anaqasi sabab bo'ladi. Endi opasiga ham nisbatan hozir 2 yosh bolasi bor ekan, tuhmat bilan jinoyat qo'zg'atilgan ayolga ham. O'shaning uchun taksist nima qilyapti? 102 ga telefon qilyapti. U ham qaytib so'kib urib ketsa, u ham hozir javobgar bo'lardi-da. Uryapti-da, videoga olyapti-da. O'shaning uchun haq-huquqingizni biling, murojaat qiling sudga yoki davlat organlariga, lekin samosud eng noto'g'ri yo'l, eng noto'g'ri yo'l samosud. Demak, bizda mana shu organlar bor, ishlaydi. Ko'pchilikga xalqda shunaqa narsa bor, ishlamaydi bu organlar, murojaat qilsa qolib ketadi degan narsasi bor. Yo'q, ishlaydi bu organlar. U yerdagi xodimlar 24 soat ishlab, o'sha siz ochilgan dehlarni yopishga harakat qiladi. Ularni o'zini ham manfaati bor yopishga. Ularni o'zi ham sizga muammongizni hal qilib berish uchun ularga manfaat bo'ladi. Shuning uchun tortinmaslik kerak. Murojaat qilinglar. Mana organda shunaqa yaxshi odamlar bor. U xudo xolasa hech kimda muammo bo'lmasin. Agar kimdadir muammo bo'ladigan bo'lsa, do'stimiz aytganidek, tortinmasdan kerakli joyga, agar bilmasalaring to'g'ridan-to'g'ri prokuraturaga boringlar. Prokuratura sizlarga tushuntirish berishlari mumkin yoki sizlarning arizalarni olib qolib, o'zlari tegishli organlarga jo'natishi mumkin. Yoki 102 ga eng osoni shu tez harakat qiladigani 102, chunki o'sha tegishli tumanga ulaydi, ular tezkor guruhga chiqadi. Agar prokuratura tergovga taalluqli ish bo'lsa, ular birdan prokuratura tergovchisini ham o'zi bilan olib keladi. Lekin mana kechagi holat faqat ichki ishlar tergovga tegishli bo'lgani uchun ichki ishlar o'zi bilan hal bo'lgan. Endi urush bo'ladigan bo'lsa yoki shunaqa vaziyatlarda to'g'ridan-to'g'ri 102 ga telefon qilgan ma'qulroq. Shunday. Demak, yaxshi. Yana bitta qiziq holat o'zingizga kelib qoldi, shuni ham aytib ketay. Kecha bu ham video tarqaldi o'zbek mediasida. Bitta mashina ketyapti, inomarka Mercedes, orqasidan tez yordam ketyapti. Tez yordam boryapti-da, endi yo'lini oldini qisib qo'ygan, oldinda ketyapti, yo'l bermayapti-da. Tez yordam qizilga to'xtagan. Svetoforga kelyapti-da, qizilga to'xtayapti. Tez yordam orqasidan to'xtayapti. Tez yordam migalka nimalar qo'shilgan, yo'l ber deb yo'l so'rayapti, boyaga to'xtab yo'l bermayapti. Keyin endi yongandan keyin balki o'tib ketgandir. Xullas o'sha yerda keyin ikki xil yondashuv bo'lyapti. O'sha yerda agar hozir Mercedes qizilga turibdi, endi kamera bor-da yo'qda. Endi hamma chorrahalarda kamera qo'yilgan, ko'p Toshkent shahrida. Agar u qizilga o'tib yo'l berganda, boya kamerani qizil uchun jarima yozardi. Keyin men tez yordamga yo'l berdim desam, u bekor bo'lmas edi. Yo'l bermasdan to'g'ri qilgan deyapti. Boshqalar aytayapti, yo'q, u yo'l berish kerak edi.
Chunki qonun talabi bo'yicha yo'l berish kerak. Endi shuni bo'yicha u yo'l berish shartda. Bunday holatlarda tez yordam bo'ladimi? Maxsus avtomashinalarda tez yordammi, pojarniy xavfsizlik, yong'in xavfsizligimi yoki ichki ishlar xodimlarimi, politsiya mashinasimi sirena bilan kelib, belgilangan tartibda agar o'sha tez yordam ham har doim emas, ular o'zi sirenasini qo'shadi. Qachonki o'sha shoshilayotgan bo'lsa yo bemori bo'lsa yoki bemorga shoshilayotgan bo'lsa, sirenasini qo'shganda maxsus xizmat mashinalariga yo'l berish kerakda. O'sha holatda ham kamera bo'lsa ham, qizil bo'lganda ham yo'l berish shart edi-da. Yo'l bergandan keyin u birinchidan jarima tuzilmaydi. Tuzilgan taqdirda ham aytdimku, uni qarorda ma'muriy kamera yozgandan keyin uni shaxslar qatnashadi unda. Avtomatik tuzganda ham ko'radida uni yoki ha yoki yo'q deb bosadi-da. Shunda ha deb bosganda qaror tuziladi. Yo'q desa tuzilmaydi. Agar o'shanda noto'g'ri qizilga to'xtagan bo'lganda, misol noto'g'ri yo'l yurganda unda tuziladi. Lekin bunday holatda sirena chalyapti, tez yordam yo'l beryapti, unda ma'muriy jarima kelmaydi. Mabodo tizim xatoligi bilan yoki kelgan taqdirda ham u bekor bo'ladi. Bekor bo'lish tartibi o'sha hozircha o'zlari yana yangi tartib joriy qilindi. O'sha telefon orqali qilish mumkin-da. Oldin sudga beriladi. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, lekin sudga ham berib bekor qiladi. Uni 100% haqda fuqaro yerda o'sha demak, har doim yo'l berish kerak. Sud bekor qiladi. Jarima avvalo kelmaydi, kelgan taqdirda ham bekor qilinadi. Bekor qilsa bo'ladi. Juda yaxshi ma'lumot aytib o'tdingiz. Mana kimdadir shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, tortinmasdan, qo'rqmasdan yo'l berishlaring mumkin. Chunki erta kimnidir hayoti xavf ostida bo'lishi mumkin. Va ana shu odam o'zingizning ota-onangiz bo'lishi mumkin. Yo'l bermagani uchun jarimaga tortildi keyin o'sha mashina. Tez maxsus xizmat mashinasiga yo'l bermagani uchun qizilda to'xtab turibdi, lekin sirena yo'l so'rayapti. Keyin uni topib, jarima qilibdi 3 barobar imkon chiqargan 3 barobar. O'sha ba'zan hisoblashib 3 barobar miqdorida jarima qilgan. Demak, mana shu vaziyatda men o'ylashimcha qonunni bilmaganligi uchun shu vaziyat to'g'ri keldi. Agar ba'zan endi sal ishonchsizlik bo'lganda, mana davlat organlariga ishonchsizlik bo'lgan. Misol uchun, yo hozir men yo'l bersam, qizilda o'tsam, menga jarima keladi deydi-da. Ayrim holatlarda shunday bo'lgan deyshadi, lekin keyin Xushnud Xudoyberdi deb yurist bilsangiz, Xushnud u qidirdi, hozir ham yozgan, shu Telegramda ham, Twitterda hamma joyda shu bilan bog'liq konkret misol bormi? Mana siz yo'l bergansiz-u, sizga jarima kelgan. Qidirdi, hech kim chiqmayapti hozirgacha. Bitta holatda bor ekan, u ham o'zini xatosi bilan bo'lgan. Lekin hech qaysi holatda, misol uchun qizilga o'tib, o'sha maxsus mashinaga yo'l bersa yoki qizilga o'tkadimi yoki umuman boshqa huquqbuzarlik sodir etadimi, jarima tuzilmaydi. Agar tuzilgan bitta misol bo'lsa, beringlar menga, mana Telegramga tashlab beringlar yoki menga videosini beringlar, yoki bo'lmasam o'shanday fuqaro bo'lsa, sizlar tanishlaring bo'lsa, murojaat qilinglar, men ko'rib chiqaman o'shani, mana oxirigacha boramiz, sudgacha borib bekor qilamiz deb. Bitta ham misol chiqmadi, shunday bo'lgan deyapti-da. Haqiqatan ham men ishonaman, unday bo'lishi mumkin emas-da. Jarima ko'pincha qandaydir texnik xato bo'lib tuzilgan bo'lsa yoki biror shaxs xatosi bilan tuzilgan bo'lsa, 100% bekor qilinadi. Juda yaxshi. Demak, tortinmanglar. Demak, shunaqa vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, har doim tez yordam mashinalariga yo'l beringlar. So'rab qolamiz. Xizmatlarga yo'l berish kerak. Chunki boshqa davlatlarda, Yevropalarda ham ko'rsangiz yoki Amerikada, Kanadalarda ham ko'rdik. Shunday kelganda ovozini eshitganingizdan o'sha to'xtaydi mashina yoki chekkaga chiqishni boshlaydi. Qarama-qarshi kelayotgan ham chekkaga olib to'xtaydi. Shunday qarama-qarshi tomondagilar ham to'xtaydi. Chunki haligi yo'l bo'lmaydigan bo'lsa, aylanib o'tish imkoniyati bo'lsin. Bizda hali ham maxsus maktab avtobuslari yo'q. Bu yerda maktab avtobuslari ham to'xtasa, stop belgisi bor. Stop belgisi shunday chiqqanda to'xtashingiz orqasidan kelayotgan ham, qarama-qarshi kelayotgan ham to'xtash shart-da. Shunda ham to'xtaydi. Uni javobgarlikka tortilasiz. U o'sha avtobuslarda ham kameralari bor. O'sha vaqtda siz o'tadigan bo'lsangiz, sizga nisbatan jarima tortiladi. Endi bu o'sha haydovchilik madaniyatini dan kelib chiqadi. Ya'ni o'sha yangi haydovchilik guvohnomasini olayotgan vaqtda shu qonunlarni o'rganib, yaxshi to'g'ri o'rganib olinsa, demak, menimcha yo'llarda ham tartib bo'ladi va keyinchalik o'z huquqlarini bilib, to'g'ri boshqalarga ham hurmat qilgan holda yurishadi yo'llarda. Endi yo'llar haqida gapirsak, O'zbekistonda juda ham qiziq voqealar ko'p. Bizda yo'l bilan bog'liq muammolar. Bu yoqda haydagan odam O'zbekistonda mashina haydashga qo'rqadi. Yurganda, chunki ozgina haligi
bizni tezroq haydashadi, Shunday. shoshilish bor. Ha, endi hozir ancha yaxshi, hozir yaxshiroq bo'lgan, oldinga nisbatan yaxshiroq signal chalishlar kamaygan, endi nisbatan ko'p. Nisbatan. Baribir asta-asta o'shanga qarab boryapti. Toshkent shahri bilan viloyatlarni olsangiz farq bor-da. Viloyatlarda nisbatan hali ham nima bardak bor-da. Toshkent shahrida nisbatan nima bor? Endi nimaga o'shanga qarab kelyapti? Ko'proq kameralar, jarimalar ko'pligi, keyin mana palasalarga, yo'laklarga polasa uchun jarimaga qo'yildi, kamera qo'yildi, chorrahaga zo'r tartibga soldi. O'sha hozir hamma o'zini qatorida turadi. Oldin misol uchun 3 ta qatorli yo'lda 4 ta, 5 ta mashina turgan bo'lsa, hozir 3 ta turadi. O'shanga o'rgandida. Endi menimcha o'sha jarimalar bekor qilindi shekilli polasa uchun, aniq bilmadim. Polasa shunda norozi edim, lekin polasa uchun qanday u bilmaydi-yu, bilib bilmasdan polasani ezib qo'ysangiz ham sizga jarima kelishligi endi yo endi o'sha o'zi idealda shunday bo'lishi kerak-da. Idealda jamiyatda shunday bo'lishi. Mana palasani splashnoy polasa bor-ku, o'zi o'rgansangiz mashina haydovchilik guvohnoma olish uchun o'qiganingizda shunday o'rgatadi. Polasa, splashnoy polasa bosmaslik kerak, oqini ham. Sarig'ida 2 marta bosmaslik kerak. Chunki o'zi qarama-qarshi yo'lga o'tish. Ikkita sariq двойной sariq polasa umuman bosmasligingiz kerak. Endi bizda o'sha ikkita polasani ham bosib o'tiladi-da. Yo endi insoniy jihatdan u ba'zi bir o'rinlarda imkonsizda ko'rmay qolishingiz mumkin. Ona shu polasani siz kelib to'xtayapsiz, kelib to'xtadingiz yoki bu yoqdagi oldingizdagi oq polasani ezib qo'yishingiz mumkin yoki sal oldinroqqa chiqib qo'yib, oldidagi polasani ezib qo'yishingiz mumkin. O'sha holatlar o'shaning uchun endi tartibga solib olish uchun edi maqsad. Menimcha shuning uchun jarima joriy qilindi. Menimcha o'sha vaqtincha bo'lishi. Demak, shunday albatta fuqarolarimizdan qonunlarga rioya qilgan holda yurishlarini so'raymiz va deymiz organlarga ishonch bildirib, ularga murojaat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Shunday, bugunga shu bo'ldi suhbatimiz. Demak, bugungi suhbatimiz mana shundan iborat edi. Faqat O'zbekiston haqida gaplashdik. Kelasi safar bu yoq Amerikada bo'lgan qiziq voqealar va bu yoqlarda hali mehmonlarimizni chaqirsak va ularning hayotidagi qiziqarli voqealarni yoritishda davom ettiramiz. Kanalga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Qiziqlari oldinda hali, keyin 10 yilda ochilgan, fosh etilgan, 10 yildan keyin fosh etilgan. Ana qasddan odam o'ldirish jinoyatini haqida gapirib beraman. Ana bo'ldi, juda ham obuna bo'lib qo'yinglar kanalga, o'tkazib yubormanglar, juda ham qiziqarli. Hayotlar yozib qoldiringlar fikrlaringizni, o'qiymiz hammasini. Albatta. Rahmat Iskandar do'stim, sizga ham sog' bo'ling. Bu O'zbekiston podkasti edi siz bilan. Xayr hammaga.